Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mehdi İlali'nin Aval İman namlı kitabı huzurunlarda. 212. bet. İkinci örnek kalplerdeki en mühim nokta yoki sadaqatning ahamiyati. Qalb Allohning ilahiy yaxshiligi bo'lgan durustlik va yaxshilikning aks etadigan joyidir. Ba'zi oyatlarda bu reallik bayon qilingan bo'lib, bu oyatlarni tepib chiqib, ular to'g'risida mulohaza qilishimiz kerak. Alloh taolo bunday deydi: Eğer Allah dilinglarda iman barligini bilse, yani dilinglarda iman bo'lsa, Allah onu biladi. Sizlarga o'zinglardan ilingan fidiydan yaxshiroq narsani beradi. Ilgirki gunohinglarni mag'firat qiladi. Anfal surasi 70-oyat. Eğer bu iki kişi bularni eplashtirishni xohlasa, Allah er-xotin ikkisining orasiga inoqlik soladi. Nisa surasi 35-oyat. Allah ularning dilidikini, ya'ni rostlik bilan vafoni biladi. Allah ularga ular bayat qilayotganda temkinlik tushirib berdi va ularning yaqin qalbi, ya'ni Xaybarning fath qilinishi bilan va ular oladigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi. Fath surasi 18-oyat. Maqsadsiz ichgan qasamlar uchun Alloh sizlarni jazoga tortmaydi. Qasddan ichgan qasamlar uchun Alloh sizlarni jazoga tortadi. Alloh mag'firat qiluvchidir, alimdir, ya'ni bandalarni jazolashga aldirab ketmaydi. Baqara surasi 225-oyat. Yani şular yani münafıklar yalgan aytidi. Allah ularning dildirdikini, yani münafıklıkni, mekirni biladi. Ulardan yüz örgün, ularga nasihat qilgan, ularga ta'sirli so'zlarni qilgan. Nisa surasi 63-oyat. Bandining ojizlik tufayli qilgan gunohi bilan bilib turib qilgan gunohi o'rtasida zo'r farq bo'lib, buni faqat Alloh taolo biladi. Alloh taolo bunday deydi: Sizlar savilikdan qilib solgan ishlarda sizlarga hech gunoh bo'lmaydi, lekin qasddan qilgan ishinglarda sizlarga gunoh bo'ladi. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ahzob surasi 5-oyat. Amalning turiga asosan mukofot yoki jazo beriladi. Ularning dillarida kasal, ya'ni munofiqlik va shaklanish bor. Alloh ularning kesilini kuchaytirib etdi. Baqara surasi 10-oyat. Ba'zilar Allohning o'zlarini hidoyatga erishtirmay, boshqa yo'llarga erishtirganligiga dalil topishga urinadi. Qalb buning guvohchisidir. Alloh taoloning tekshirish obyekti insonlarning qalbidir. Alloh taolo bunday deydi: Ularning Allohda aramizda hidoyat qilish bilan inom qilgan kishilar mushularmi deyishlar uchun ularni bir-biri bilan mushundoq sinadik. Ya'ni faqir, ojiz kishilarni imonat qilish bilan boy, cho'ng kishilarni sinadik. Alloh shukr qiluvchilarni obdan biladi emasmi? Ya'ni shukr qiluvchilarni Alloh hidoyat qiladi. Anam surasi 53-oyat. Qalbda yaxshilik bo'lish kerak. Agar Alloh ularda biror yaxshilik bor deb bilsa-edi, albatta ularga haqni anlatdi. Agar ularning qalblarida yaxshilik bo'lmagan ahvol ostidami, ularga anlatilgan bo'lsa-edi, ular haqdan albatta yuz o'rgan holda bosh tortdi. Nuhning qavmi ba'ni ko'rsatgan vaqtda Nuh alayhissalom bunday dedi: Men sizlarga menda Allohning xazinalari bor demayman, g'aybni bilmayman, bilaman demayman. Men albatta o'zimni farishta deb aytmayman. Hem sizlarga ko'zga ilmaydigan kishilarni Alloh taolo ularga yaxshilik bermaydi demayman. Alloh ularning dillaridagini obdan biladi. Bo'lmasa men chuqur zolimlardan bo'lib qolaman. Hud surasi 31-oyat. Qur'on bu ma'noni buni oyat bilan taqdim kuchaytirdi. Alloh payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uni ahli bo'lganligini obdan biladi. An'am surasi 124-oyat. Ularni, ya'ni ularning ayni zamonda mushundoq sharafga loyiq ekanligini bilib turib, o'z zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildik. Duhan surasi 32-oyat. Buni yana sahobalarning buni so'zini oydinlashtirib berdi. Abu Bakr ko'p namoz o'qish yoki ko'p ro'za tutish bilan emas, balki qalbga yerlashgan narsalar bilan sizlardan eshib ketdi. Kerim ko'plagan o'rinlar maxfiy qilingan yaxshiliklarning ahamiyatini va berish bermaslik, insonlar o'rtasidagi ortiqliklarning qalbdagi iymonning cho'nqur yoki tezlik bo'yicha bo'lganligini ta'kidlaydi. Alloh taolo bunday deydi: Bilinglarki, Alloh dilinglarni bilib turadi. Uningdan, ya'ni Allohning amri xiloflik qilib jazolanishdan nazar qilinglar. Baqara surasi 235-oyat. Bu qalbdagi yaxshilikning doirasini kengayish uchun qilingan chaqiriqdir. 3-o'rnak. Muvaffaqiyat va mag'lubiyatning ochiqchi. Muvaffaqiyat to'g'ri yo'l, ajr, tirishchilik va maqsadga yetish demakdir. Mag'lubiyat yenglish, maqsadga yetilmaslikdir. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Ey Ali, Allohdan hidoyat va durustlikni tilagin. Allohdan hidoyat tilab qilganingda yo'lingning to'g'riliqini, durustlik tilab qilganingda o'qning nishoni qanday to'g'riligini ko'z oldingga keltir.
Qur'on Karimning nurg'un joylarida ilohiy muvaffaqiyatni qo'lga keltirish va mag'lubiyatga uchratqizadigan yo'llar tafsili bayon qilingan. Muvaffaqiyat maqsadga yetish jarayonida Allohning yordam qilishini, mag'lubiyat bo'lsa Allohning uning yordam qilmay o'z nafsi xohishiga tashlab qo'yishini ko'rsatadi. Kimki o'ziga tashlab qo'yilsa, aniqki mag'lubiyatga uchraydi. U rohat va shahvatlarga moyil bo'lib ketadi. Ilgirki mazmunlarda so'zlab o'tganimizdek, muvaffaqiyat yoki mag'lubiyatga erishish bandaning o'zidan boshlanadi. O'zini Allohga topshirish, o'zining kuch-qudratiga haddan ziyod ishinib ketmaslik muvaffaqiyatga boshlaydi. O'ziga va o'zining imkoniyatiga va iqtidoriga tayanib olish mag'lubiyatga kelib boradi. Shunga payg'ambar alayhissalom mundaq duo qilgan: "Ya hayyu ya qayyum, ahvolimni tegi-tekdan yaxshilash uchun sening rahmatingni tilayman. Meni ko'zning yumib ochqichlik, ya'ni hargiz o'z nafsingni tashlab qo'yma." Yana bir duoyda mundaq deydi: "Shubhasizki, meni o'zing tashlab qo'yganliging ojizlikqa, gunohga, ayibga, xatolikqa tashlab qo'yganligingdir. Men faqat sening rahmatingga ishonaman." İnsan her kuni muvaffaqiyat bilan mag'lubiyat o'tirisida yuradi. U Allohga tavakkul qilib, o'zining kuch-qudratiga ishonishni tark etganida tiliga yetadi. Mag'rurlanganda o'ziga tashlab qo'yadi va mag'lub bo'ladi. Alloh taolo mundaq deydi: "Albuki sizlar kuchsiz edinglar, soninglar va qurolinglar oz edi. Allohning sizlarga bergan nusratiga shukr qilish yo'sidan Allohdan qo'rqinglar." Alloh taolo Yusuf alayhissalomning tilidan mundaq deydi: "Agar ularning hiylasini mendan dafiy qilmasang, insonchilikda ularga moyil bo'lib qolaman. Nadallardan bo'lib qolaman." Uning duoyi darhol ijobat qilingan. Parvardigor uning duosini ijobat qilib, uning hiylasini Yusufdan dafiy qildi. Alloh iltijo qiluvchilarning duosini haqiqatan anglab turg'uchidir. Ularning ahvolini bilib turg'uchidir. Tabuk qasida ayrilib qolgan 3 kishi Alloh ishonganligi uchun ularga kamchilik qilingan. Jihadga chiqmagan 3 kishining tavbasini Alloh qabul qildi. Shuncha keng zaman ularga tortilgan, ularning jonlari siqilgan, ular Allohga tavba qilmay turib Allohning g'azabidan qutulish mumkin emasligiga ishongan edi. Ondan ularning tavba qiluvchilardan bo'lish uchun Alloh ularni tavbaga muvaffaq qildi. Alloh tavbani bakm qabul qiluvchidir, bandalarga nihoyat mehribondir. O'ziga ishonish va o'zidan faxrlanishga kelsak, oyatlarda buning oqibatini ko'rsatilgan. Ayni vaqtda sonlarning ko'pligidan xushlanib ketdinglar. Ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming, dushmanlarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qolcha asqatmadi. Qattiq qo'rqinglardan kangzimin sizlarga tortildi. Ondan mag'lub bo'lib, Rasulullohni ozg'in mu'minlar bilan tashlab orqanglarga qarab qochdinglar. 4-o'rnak: ihson hukmi. Ihson insonlarga berilgan cho'ng ne'matdir. Muhsinlar Allohning yanida bo'ladi. Alloh haqiqatan yaxshi qiluvchilar bilan biladi. Allohning rahmatiga yaqin bo'ladi. Shubhasizki, Allohning rahmati yaxshilik qiluvchilarga yaqindir. Yaxshilik sahibi Allohning yaxshi ko'rishiga muyassar bo'ladi. Ihson qilinglar. Ihson qiluvchilarni Alloh haqiqatan do'stidir. Yaxshilikning mukofoti yaxshilikdir. Yaxshi qiluvchi faqat yaxshi mukofotga erishadi. Yaxshilikning tunji foydasiga erishadigan odam yaxshilik qiluvchining o'zidir. Agar yaxshilik qilsanglar, yaxshiliklar o'zinglar uchundir. Yaxshilik azobni va baloni yo'qsidi. İkisi Allohning amriga bo'ysundi. İbrahim uni, ya'ni o'g'ilni bo'g'izlash uchun niyat qildi. Biz uningga: "Ey İbrahim, eliqi tushni ishga oshirding, ya'ni tushingda buyurilganni bajarib keltirding" deb nido qildik. Biz haqiqatan yaxshi qiluvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Yaxshilik sohibiga jannatda texnik go'zal ne'matlar beriladi. Ulug' Allohning yuziga qarash nisb bo'ladi. Yaxshi qilganlar jannatga va Allohning jamoatini ko'rishga noil bo'ladi. Ularning yuzlarini qarilik va xorlik qoplamaydi. Ya'ni ularga g'am qayg'u va perishonlik ko'zlanmaydi. Ana shular ahli jannat bo'lib, jannatda mangu qoluvchilardir. Yaxshilikning qimmati yuqori bo'lg'achqa, Allohga yiroqlashgan kishi o'lgandan keyin yaxshilik sohibi bo'lish uchun dunyoga qaytishni umid qiladi. Tashki dunyoga qaytishga fursat bo'lsa edi, u chaqda Alloh itoat qilib yaxshilardan bo'lar edim deb qolmaslik uchun Parvardigorga bo'ysunsin. Payg'ambar alayhissalom aytgandek, yaxshilik hayotdagi hamma narsani o'z ichiga oladi. Shubhasizki, Alloh hamma narsada yaxshilikni farz qilgan. Shunga yaxshilikni o'z ichiga olgan ibodat, axloq va munosabatlar bilan cheklanib qolmaydi. Yaxshilikni o'z ichiga olgan ibodat, axloq va munosabat bilan cheklanib qolmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: "Bandalarimga ayt, so'zning eng chiroyligini qilsin. İnsanlarga chiroyli so'z qilinglar. Sözge quloq silib, uning eng yaxshi aytishdiganlarga, ya'ni taqvodor bandalarimga xush xabar bergin. Yaxshi ko'rgan narsalardan sarf qilmoqchi, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sariya qilmoqchi, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar. Yaxshilik qilgan kishi xushal va huzurli yashaydi. Uning bilan boshqalar orasida na dushmanlik, na adovat bo'lmaydi.
Allah Taala mundaq deydi. Yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turgan. Shunday qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stondek bo'lib qoladi. İnsanlar meselelerini hal qilish uchun yaxshi kishilarning qishiga yuguraydi. Ta'birini bizga aytib bersang, biz seni haqiqiy yaxshilik qiluvchilardan, ya'ni tushuk ta'bir beradiganlardan deb qaraymiz. Yaxshilikning muhim shakllaridan biri Allohga da'vat qilishdir. Men haqiqatan musulmonlardanman degan kishidan yaxshi so'zlik odam bormi? Har qanday narsada bir yaxshilik bo'lishi mumkin. Qur'onda yaxshilikning ustunligi, ahamiyati, turi, dunyo va oxiratdagi natijasi bayon qilingan nurg'un oyatlar bor. 5-o'rnak Qalba va muvaffaqiyat qonuniyati. Yordam faqat g'olib, hikmat bilan ish qiluvchi Alloh tarafidandir. Agar Alloh sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kishi yengolmaydi. Degandek oyatlarni o'qiblar, yordam qonuniyati haqidagi oyatlar to'g'risida izlanmasdan saqlab o'tirsak, bek uzoq o'tirib qolamiz. Bu qonuniyatni to'g'ri tushunmaganligimizdir. Yordam Alloh tarafidandir. Mana bu bir qonuniyat. Lekin bu yordam o'zi talab qilgan muhitni barpo qilish uchun tirishqanlarga mansub. Qur'onda insonlarning qiziq tegishli ishlari nurg'un joylarda ochiq bayon qilingan. Kimki Allohning diniga yordam berar ekan, albatta Alloh unga yordam beradi. Ey mu'minlar, sizlar Allohga, ya'ni Allohning diniga yordam bersanglar, Alloh sizlarga dushmaninglarga qarshi yordam beradi. Qadamlarni urush maydonlarida barqaror qiladi. Yordam shartlaridan yana biri qulluq qilishdir. Allah kişilərdəki iman etqan və yaxşı əməllərini qılğan kişilərə ulardan burun ötkənlərini zəmin hökmündən qılğandək, ularını çoxum hökmündən qilishni, ular üçün tanlagan dinini çoxum müstəhkəm qılıb berishni və ularının qorxunçunu amallıq aylandırıb berishni vədə qıldı. Ular mənə ibadet qıldı, mənə heç nərsini şerik keltirməydi. Nur surəsi 55-ci ayət. Məzkur ayətdəki şərt cümlə haqqında oyunub baxadigan bolsaq, ular mənə ibadet qıldı, mənə heç nərsini şerik keltirməydi degan böləkdə Allah Taala mənə heç kişini şerik keltirməydi deməsdən, bəlkə heç nərsini şerik keltirməydi dedi. Demək, heç nərsi ibarəsi şirkdən məxfi və aşkar türlərinin həmmini öz içinə alır. Demək, bu ayətdəki bəndələrinin cimi iş hərəkət və fəaliyyətlərdə faqatla Allahqa yüzlənişə, başqa heç nərsə yüzlənməsi tələb qılınğan. Şundaq bolğanda Allah Taala'nın bunu ayətdəki tələblər iş qaşıdı. Ey Muhammed, aytqin ki, mening namazim, qurbanliqim, hayotım və mamatim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim və taat ibodatlarim olamlarning parvardigori Alloh uchundir. Allohning sheriki yo'qdir. Men shuningga, ya'ni yolg'iz Allohga xolis ibodat qilishga buyurildim. Men musulmonlarning avvaliman. Mana bu butunlay haqiqatga tava bo'lgan to'g'ri bir dindir. Mana bu o'zini butunlay Allohga topshirishdir. Yaxshi ish qiluvchi bo'lgan holda ixlos bilan Allohga bo'ysungan odam mahkam tutqiga esilgan bo'ladi. Ishlarning oqibati Allohga mansubdir. O'zini Alloh taologa mansub qilmagan va uning mustahkam tutqiga esilmagan kishiga Alloh taolo imkoniyat yaratib bermaydi. Zimonga, ya'ni jannat ziminiga haqiqatan mening yaxshi bandalarim varis qiladi deb yozdik. Bu Qur'onda Allohga ibodat qiluvchi qavm uchun xabarlar va nasihatlardan albatta yetarlik bor. Anbiya surasi 105-106 oyatlar. Taqvalıqmı Allah'ın yardımına erişdiki şərtlərinin biri. Musa öz qavmiga, yer yüzü haqiqatan Allah'ın mülküdür. Allah onunğa bəndələrini özü xalığın kişilərini varis qılıdı. Yaxşı aqibət taqvadarlığı mənsub. Ularga Pərverdigarı mundaq vahiy qıldı. Zalimlarni çoxum halaq qılımız. Ularni halaq qılğandan keyin zəmində çoxum sizlərni turğuzumuz. Bu, yəni qalbə mening oldimda turishdan, yəni so'roqqa tortilishdan və azabımdan qo'rqqanlar uchundir. Allohga to'liq taslim bo'lish bilan birga Allohdan izchil qo'rqishmi yordamga erishishga shartlarning biridir. Chunki yordamga erishish uchun ozilik bo'lish kerak. Dushmanlar bilan urush qilish uchun qo'lingizdan kelishicha qurol kuchi jang etib tayyorlanglar. Bu shartlarni ado qilgan kishi Allohdan keladigan yordamga loyiq bo'lgan bo'ladi. Yordamning vaqti yaqinlashganda yer yuzida uningga qarshilik qiladigan hech qanday kuch bo'lmaydi. Agar Alloh sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kishi yengolmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: Allah hidayet qilgan odamni hech ozdiruvchi bo'lmaydi. Allah g'olib, dushmanlarni jazolag'uchi emasmi? 6-o'rnak hidayet va azg'unlikning sabablari. Shubhasizki, hidayet Allohning bandalaridan xohlagan kishiga ato qilgan mukofoti va yaxshiligidir. Alloh taolo mundaq deydi: to'g'ri yo'l ko'rsatish bizning ishimiz. Hidayet Allohning fazli marhamati bo'lsa-mu, lekin banda uni qo'lga keltirish qizg'inlik va tirishchilik ko'rishi kerak. Bu İbrahim alayhissalomning qissasidan oyat ochiq ifodalangan. O, ayning tuqqanligini ko'rib, yuqorqi usul bo'yicha, bu mening Parvardigorimdir dedi. Ay bitib ketibdi, agar Parvardigorim meni hidoyat qilmagan bo'lsa, men cho'qim ozg'uch qavmning qatorida bo'lganman dedi. O'z vaqtida Ibrohim otasiga va qavmiga aytdi:
Sizlar çoxunayotgan butlardan men Rasul adacınamen. Fakat meni yaratgan Allah meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. İbrahim kelime tavhidni avlodidan sherik keltirganlar iymonga qaytsin deb avvalishida qoldirib ketdi. İbrahim alayhissalom qavmining asoslanishi va qo'llanishi uchun hidoyat prinsipini bayon qilib bergan. Hadis qudusida mundaq deyilgan: "Ey bandalarim, men hidoyat qilgandan boshqalarning hammasi ozg'inlardir." Mana bu mengulik haqiqat. Hadisning oxirida bu Rabbani adini qo'lga keltirish uchun qanday qilish kerakligini tushuntirib mundaq deyilgan: "Shunga mendan hidoyat qilinglar, sizlarni hidoyat qilay." Şunlarga Allah Taala Peygamber aleyhisselamның hidayetini xalamaydigan ve qiziqmaydigan kishini da'vat qilaman deb hidayetga ikki kishidan qiziqadigan kishini tark etganligiga koyib mundaq deydi. O'zini imondan beajat hisoblaydigan odamga kelsak, sen onunga yuzlansan, ya'ni onunga quloq silib tabliq qilishga ko'ngil bilasan. U kufrdan, gunohlardan poklanmasa, sana nima zinini? Senden nima riybat tilab, Allohdan qo'rqqan holda yugurib kelgan kishiga kelsak, sen onunga qaramay qo'ysan. İnsanların doğru yoldan ezişi ve hakikaten yiraklaşının sebepleri nadallık ve havayeveski erişikten başka narsa emas. Şüphesiz ki biz amanetini yani perizlerini ve şeriat tekliflerini asmanlarga, zımınga ve tağlara tanıdık. Ular onu üstüge almadı. Onun eğilikliğinden korktu. Onu insan üstüge aldı. İnsan hakikaten özgür zulüm kılgısıdır. Hakikaten nadandır. Ahzab suresi 72. ayet. Bu ayette insanların amanet mesuliyetini ada kılmasılık, zulüm ve nadallıkta ibaret ekanligi bayon qilingan. Zulümning çoğunçılık, şahvatning keynik kirish, israfçılık qatorliq nurg'un turlari bor. Qur'on Karim o'zini yolg'on chiqaruvchilarning Qur'onni shak bo'lganlik sababli emas, balki Allohga iymon keltirishni xohlamaganligi va o'z ibodat qilib kelayotgan dinini tasdiq qilolmaganlik sababidan ekanligi bayon qilindi. İnsan kelgusi hayotida gunohda azayilmoqchi bo'ladi. U masxir qilish yuzasidan qiyomat kuni qachon bo'ladi deb so'raydi. Ular hakikaten şahın verip girişte yaman yağmur yani taş yağdırılgan şehirde ötüdü. Acaba ular onu görüp ibret almandı? Şundak. Ular şehrini göretti, lekin körmesi salattı. Çünkü ular iman etişini veya kıyametli insaf verişini xalamaydı. Yani ibret almaydı. Ular kıyamet günü qayttirilishini ümit qilmaydi. Şuna ularni qayil qilish tegishlik bilan tirishgan bilanmi ular qayil bo'lmaydi. Bu ularning jahilligidan emas, balki havo havasining keynin kirganligidandir. Sen ularning hidayet tepişiga erişip bolsangmı, Allah öz gumroh qilgan kishini hidayet qilmaydi. Ularni Allohning azobidan qutuldirgan hech qanday madadkor yo'q. Kitob berilganlarga barcha dalilni keltirsangmi, ular sening qiblangga bo'ysunmaydi. Jaholatning to'salg'i bo'lishiga kelsak, chiroyli ravishda da'vat qilinsa va da'vat samimiy bo'lsa, buni yengish oson to'xtaydi. Qur'onda bu prinsip nurg'un ta'kidlangan. Mo'jizalarni o'z ko'zlari bilan ko'rib turib, shergarlarga iymon etdi, lekin Firavun iman etmedi. Bunun için Süleyman aleyhisselamın yanında Eynek sarayını görgende Seba melekisi iman etti. Onun etrafındaki askerlerge etkan sözleri qarang. Onun yani Bilqisning taxtının şeklini özgertinler. O taxtının tonunda tutulmadı. Süleyman aleyhisselam ularga mundaq deydi: Eğer ular jahalat tüpeyli Allah kulluk kılmagan bolsa, peygamberlikning ishoratlari, kishini hayron qoldiradigan mo'jizalarni ko'rganda hidayat erishadi. Eğer kibir ve zulüm tüpeyli Allah'a kulluk kılmagan bolsa, mucizelerini görüşmü hidayet tapmaydı. Ama o sarayını görgende iman etkan. Kur'an'da onun ilgili kıpırlıkının sebebi canlılık bir şekilde oturup koyulgan. Onu Allah'ını koyup çoğulgan nerseleri Allah ibadet kılıştığını tostu. Çünkü o kafir kavimden idi. Kur'an'ı düşünüp okuyan kişi Kur'an'daki bu prinsiplerine amel kılışı ve onların ameliyat aylandırışı ve hidayet tosalığı bulunduğun amellerini bilebiliş gerek. 7. örnek. Nimetlerini qo'llashda shukr qilishning o'rni. Shukr qilish hikmatdir. Biz Luqmonga haqiqatan hikmat ato qildik. Uning aytdiki, Alloh shukr qilgan. Kimki shukr qiladigan o'zi uchun qilgan bo'ladi. Kimki kufrlik qiladigan, shubhasizki Alloh bandalardan beajatdir, mandiga loyiqdir. Shukr sayesinde azap yiroqlashadi. Agar Allohning ne'matlariga shukr qilsanglar va iymon etsanglar, Alloh sizlarga azab qilib nima qiladi? Shukr ne'matning nishonidir. Bu Parvardigorimning sen qilgan ihsonidir. U shukr qilamdim yoki tuzkurlik qilamdim, buning bilan meni sinadi. Shukr qilish ne'matlarning cheklanishi va ko'paytirishining sababidir. Ne'matimga shukr qilinglar, uni tahim ziyoda qilaman. Shukr dunyo va oxiratga har qanday yaxshilikni ochqichi bo'lg'achqa, iblis insonlarni undan yiroqlashib turishdi. Iblis aytdi: "Sening meni azdirganligingdan ular, ya'ni Odam alayhissalom va uning avlodiga vasvasa qilish uchun cho'qim sening to'g'ri yo'ling ustida o'ltiraman.
Ondan ularga çoxum aldıdan, arqısıdan, o'ngdan, soldan hücum qilaman. Ularning ko'pchiligining ne'matiga shukr qilishlar emasligini ko'rasan. Alloh taolaning qullariga ne'mat sifatida ato qilgan yaxshiligi yoki himmati uni sinash uchundir. Alloh taolo bunday deydi: Agar ular, ya'ni Makka kuffalari to'g'ri yo'lda bo'lsa edi, ularni sinash uchun mo'l yomg'ir yog'dirib berardik. Ya'ni rizqni keng qilib berardik. Kimki Parvardigorining zikridan, ya'ni Allohning toat ibadati yuz o'raydigan, Alloh uni qattiq azob duchor qiladi. Parvardigoringlarning dushmaninglarni aloq qilishi, Misr zaminida ularning o'rniga sizlarni dastishi, sizlarning qanday ish qilganliklaringlarga qarshi muvaffaqdir. Ne'matlarning cheklanishining sababi shukrdir. Shukrdan yiroqlashganda ne'mat yo'qladi. Allohning dargohida Allohning yo'lida mangmagan va taqvolik qilmagan kishiga yaxshilik qilinmaydi. Bal'am, Saba va Bani Isroil qavmlari buning misolidir. Undaqda shukr qanday bo'ladi? Shubhasizki, shukr qilish bir amaldir. Ey Davud oilasi, shukr qilinglar. Shukrning ikki xil shakli bor. Biri har ne'mat uchun qilingan odatlik shukri, ya'ni biri har ne'mat uchun qilingan alohida shukri. Odatlik shakli bo'yin egish, yalvurish, taqvolikni kuchaytirish va Allohga elinish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Alloh taolo bunday deydi: Alloh sizlarga Badrda nusrat ato qildi. Holbuki sizlar kuchsiz edinglar, soninglar va Qur'oninglar oz edi. Allohning sizlarga bergan nusratiga shukr qilish uchun Allohdan qo'rqinglar. Farishtalar aytdi: Ey Maryam, Allah haqiqatan seni bütün ayollar ichidan tanladi, seni pok qildi, seni bütün jahon ayollaridan ortiq qildi. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qilishlar bilan birga ruku qil. Ayşe radhiyallohu anha payg'ambar alayhissalomning kecha namozini putlari ishig'icha uzatganini ko'rganda uningga shubhasizki Alloh sizning burunqi va keyingi gunohlaringizni mag'firat qildi dedi. Allohning suyumli bandasi payg'ambar alayhissalom buningga mundoq deb javob berdi: Shukr qilgan bandalardan bo'lmaymanmi? Alohida shaklga kelsak, ne'matni kishini Allohga yaqinlashtiradigan bir vosita qabul qilish, Rabbini zot qilgan joylarda va insonlarga manfaatli bir omil sifatida qo'llanish, uning bilan mag'rurlanmaslik, Alloh tarafından yelinish kerak. Musa alayhissalom Firavunning aloq qilinish uchun duo qilganda Alloh taolo bunday deydi: Ikkinglarning duosi ijobat qilindi. Da'vatinglarni davomlashtiringlar. Madallarning yo'liga ergashmanglar. Shubhasizki, shukr qilish Qur'on Karimda keng yer olgan bo'lib, u oyatlarni tadqiq qilish, bir-biri bilan bo'lgan munosabat to'g'risida fikr yurgizish, uning ma'nosini tushunish uchun shukr qilgan va qilmaganlarning o'rnaklarini mulohaza qilish kerak. Muhim bir savol. Qalloq shunday bir savol kelishi mumkin. Bu xil Qur'on o'qish usuli bilan kundalik o'qish tegishli Qur'onni o'qib bo'la olmaymiz va bu tufayli Qur'on o'qish orqali erishadigan foyda oz qoladi. Shunday ekan, Qur'onni tushunib o'qish bilan har oyda Qur'onni eng oz degandan bir qatim tamom qo'yishning munosabatini qanday tushunamiz? Shubhasizki, Qur'onni o'qishdagi asosiy maqsad uni tushunish, qalbni uyg'otish, yo'llarni yoritish, ko'rsatmalarga amal qilish uchundir. Alloh taolo bunday deydi: Bu ularning oyatlarini tafakkur qilishlari uchun, aql egalarining vaznsat ilishlari uchun biz sana nozil qilgan muborak kitobdir. Hech nima buning o'rnini bosilmaydi. Qur'onni til va qalblarimiz bilan necha qitimliq o'qigan bilan uningdagi maqsad Qur'onni tamom qilishdir. Hatto ba'zilarimiz bo'libmi Ramazon oyida Qur'onni tamom qilishdan musobaqa qilishimiz. So'rab baqay, amiyatda bundan qancha naf erishdingiz? Qur'on sizda qanday o'zgarish paydo qildi? Shubhasizki, faqat til bilan o'qish go'yo o'zi nihoyat cho'ng, lekin ko'p meva bermaydigan daraxtga o'xshaydi. Hech kim tushunib o'qishni tark etish va bu xil o'qishning qiyomat kuni bizning foydamizga dalil bo'ladiganiga dair bahoni ko'rsatilmaydi. Tushunib o'qishning eng tuvan darajasi o'qishga qalbni sherik qilish. Tili bilan o'qiganlarni qalbga yezishdir. Buning uchun ortiqcha vaqtning bo'lishi talab qilinmaydi. Faqat nafs va zehn tayyor bo'lsa bo'ldi. Bu xil o'qishda ma'no va tushunchlarni shakllantirish to'xtamaydi. Darslikda o'qirman ko'p tushunchaga erishilmaganlikdan bearam bo'lishi mumkin, ammo bu qadam-qadam ko'paydi. Alloh uni Qur'onning haqiqiy dunyosiga kelishga, oyatlarga amal qilishga va o'zini Qur'onning kitob qilinuvchi sifatida qarashga muyassar qilganda ahvol o'zgaradi. Qilganda va o'yg'oq turganda, jim turganda va harakat qilganda hayotning mohiyatini to'nib ketadi. Bu hammadan bilishib tegishlik ham bir oz vaqtlik bo'lgan bosqichdir. Bir necha qatim tamomlagandan keyin o'xshash oyatlar va bu oyatlarga o'xshash temalarga qaraganimizda ular to'g'risida ko'p mulohaza qilmay turibmi, kallamizda uning ma'nosini shakllanganligini, oyatlarning bizda yangi tushunchalarni paydo qilganligini bayqaymiz. Bu ilgarigi bosqichdek uzoq vaqt olmaydi. Haqiqatan biz uzoq vaqtdan beri Qur'on dunyosining darvozasi oldida saqlayapmiz. Shu sababli Allohning rahmati bilan bu darvoza ichilganda yoki ichib kirganimizda uningdagi xazina va ajoyibotlarni ko'rganda hayronlik qilamiz. Bu hayronlik bu dunyoda nimalar borligini ko'rgan qadar davomlashadi. Ondan keyin buningga ko'namiz.
Kur'an əməliyyətimizdə təsir göstərdi və onun təsiri həyatımızın hər bir basqıçında ifadəsini tapıdı. Şübhəsiz ki, bu hazır yaşayotgan hayatqa oxşamaydigan bir hayatdır. Kur'an'ın dünyasına kirgan kişi bu hayatını yaşaydı. Aql bir oyatni tushunish uchun hazırlanğanda Allohning to'g'ri ma'nini ato qilish uchun duo qilish va unga yalvurish, ondan uningda aytilgan ma'nini o'rganish uchun tafsir kitoblardan foydalanish kerak. Ma'qal ibn Yasardan rivoyat qilinishicha, payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Qur'on bilan amal qilinglar, halolni halol, haromni harom qabul qilinglar, uningga akishinglar, uningdan hech nima rad qilmanglar. Qur'ondagi tushunilmagan narsani Allohdan va mendan keyingi ilm ahlidan so'ranglar. Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Doktor Mecdi İlali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 228. bet Şeytanın azdırışı. Şeytan ayetlerini tushunmagan, onundan ma'ni ve amaliy hukmlarını yakunlamagan kishilarning ichiga bir eshikdan kirib, bunun olimlarning ish ekanligini aytib, uni qanoat qilishga tirishadi. Faqat Allah'ın sözlerini okugan vaqtda bu eshik yopilgan bo'ladi. Agar biz Qur'onni birer taqqa nazil qilsak, cho'qim sen uning Allohdan qo'rqqanligidan bosh egalligini, yerilib ketganligini ko'ratding. Biz bu misollarni kishilarga ular Allohning qudratini fikr qilsin deb bayon qilamiz. Hashr surasi 21-oyat. Bu oyatdan keyin kishilarning tushunib o'qishini tark etishiga bahona qilmaydi. Shayton kishilarga mundaq vasvasa qilishga boshlaydi. 3 gün içinde Kur'an'ı tamam kılan sahabe, selef salihin okuş bilen birge düşünüşüne qandaq birge gelip mağalasın. Kişinin Kur'an dünyasına girip, onun bilen birli yaşap, birli bulup, Kur'ançı tüskü igi buluşu ve bu şekilde okuşu, onun Kur'an'ın mənisini köz aldığı kültürüsünü asallaştırdı. Abdullah ibn Amir radiyallahu anhu'dur rivayet kılınışça, o Peygamber aleyhisselam'dan, ey Allah'ın Resulü, Kur'an'ın qançılık vakit tamam kılay, dep sorganda Peygamber aleyhisselam, her ayda Kur'an'ı tamam kıl. 25 günde bir oku, 15 günde bir oku, 10 günde bir oku, 7 günde bir oku, 3 günden az vakit Kur'an'ı tamam kılan kişi onu düşünelmeydi o degen. İmam Ahmet Musned'de rivayet kılgan. Hiç nerse tefekkür kılıp okuşunun ornun basılmaydı. Bunda qargılaç okuş, Kur'an'ın dünyasına kerelmeslik ve Kur'an bilen diyalog ornutalmaslıkının imani terbiyelik teviniş ekanligini bilish kerak. İbn Qayyim bunu ta'kidlab mundaq deydi. Qalbga nisbatan Qur'onni tushunib o'qish va tafakkur qilishdan foydaliroq bir narsa yo'q. Chunki u barliq safarning harakatlarini, amal qilganlarning ahvolini va aqlli kishilarning makonlarini o'z ichiga oladi. U sevgi va g'ayrat, qo'rqinch va umid, tavakkul, shukri va sabr ato qiladi. Qalbni buzadigan va aloq qiladigan harakatlarni to'sadi. İnsanlar Kur'an'ı tushunib o'qishning ahamiyatini bilsaydi, hamma ishni tashlab uning bilan bo'lgan bo'lardi. Uni tushunib o'qiganida qalbni yaxshilash uchun ehtiyojli bo'lgan bir oyat duch kelganida, kechi bo'lib ketsimi, uni 100 qatimlash takrorlagan bo'lardi. Bir oyatni tushunib o'qish tushunmay o'qib, Qur'onni tamom qilgandan yaxshidir. Qalb uchun eng foydalimi dal mushudir. Bu imonga erishish va Qur'onning ta'min etish turtki bo'ladi. Mana bu sabablarning bir oyatni tangovurg'icha takrorlashga sababdir. Mənbələrə asaslanganda Peyğəmbər əleyhissalam tan yoruqca bunu ayətini təkrarlagan. Əgər ular qazab qılsan, ular senin bəndələrindir. Ularning xalqını təsərrüf qılasan. Sana heç əhədə təərrüz qılalmaydı. Əgər ularga, yəni ularning işitki təvbə qılğanlarga məğfirət qılsan, sən işində qalib, hikmət bilan iş qılğıçdırsan. Maide suresi 118. ayet. Şuna Kur'an'ı tushunib o'qish qalbni tuzitishning bir usulidir. Ibn Mas'ud mundaq deydi: Qur'onni she'r o'qigandek o'qimanglar. Uni kichik bolaning bir narsalarni tanlag'iga o'xshash tanlamanglar. Mo'jizlar ustida fikr yurgizinglar va qalbinglarni uning bilan harakatlantiringlar. Surani tamomlashni nishon qilmanglar. Qur'on o'qishni izchil davomlashtirishning ahamiyati. O'qilishi va asli saqlashning osonligi Qur'onning alohidliklaridan biridir. Allah ona terk etmesi doğrusunda agahlandırgan ve izcil okup duruşunu talep kılgan. Peygamber aytti: Ey Perverdigarım, şübhesiz ki menin kavmim bu Kur'an'ı taşlandık kılıp koydu. Furqan suresi 30. ayet. Okuşunu davamlaştırış ve Kur'an'ı arka-arkadan tamam kılışta ahirette büyük sevap erişilemez, belki onun kalplerini güçlendirişteki rolü göz tutulgan. Kur'an'ın kalplerini güçlendirişteki rolü. Allah Teala mında koydu:
Aytqanki, Qur'onni Jibril müminlarning imonini mustahkam qilish uchun musulmonlarga hidoyat va xushxabar qilib, Parvardigorining huzuridan rostchilik bilan nozil qildi. Nahl surasi 102-oyat. Chidamchanlikning eng muhim vositasi Qur'ondir. Sana payg'ambarlarning qissalarini bayon qilib beramiz. Bu qissalar haqiqatni müminlar uchun va nasihat, ibratlarni o'ziga olgan. Hud surasi 120-oyat. Masalan, Qur'on payg'ambarlar to'g'risida usullar bilan to'lgan. Ulardan payg'ambarlarning qavmlari bilan bo'lgan munosabatlarni ko'z oldimizdagilikda his qila olamiz. Qur'on zulmning cho'ng kichikligi va ozg'unlikda qolgan tag'utlarni nihoyat aniq ko'rsatganki, buningdan bugungi kunimizda Allohga da'vat qiluvchilar uchragan besim, tuhmat va imtihonlarning ilgirkilarning uchraganlariga qaraganda hech nima emasligini his qila olamiz. Bugungi tag'utlar Fir'avn va uning askarlarining yoki Samud va Atning darajasiga yetgani yo'q. Shunga Qur'on bizga u qavmlar, ularning payg'ambarlarini yolg'on chiqarishlari, payg'ambarlar bilan qilgan kurashlari, payg'ambarlarga qilgan besim va zulmlar to'g'risida xabar bergandan keyin ularning oqibatining qanday bo'lganligini aytib beradi. Qur'on bizga hodisalarning takrorlanganligini, qonuniyatlarning davomlashadiganligini, qalbining taqvodorlari xos ekanligini, shunglashqa bu vaqtda Allohning o'rinlashtirishlarining tuzilishini talab qilmaslikni bayon qiladi. Alloh taolo bunday deydi: Senden burun ötken peygamberlerim inkar kılındı. Ular inkar kılınganlığa ve özlerine yetken eziyetlerine sabır kıldı. Ahir ular bizim yardımımıza erişti. Allah'ın sözlerine her kandak adam özgertilmeydi. Şüphesiz ki peygamberlerinin kıssaları sana nazil oldu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ani şu kıssa gayipki ait haberlerdendir. Sana onu vahiy kıldık. Sen ve senin kavmin bunundan ilgili onu bilmeydinler. Sabır qilgan, shubhasizki, yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir. Hud surasi 49-oyat. Bu to'g'risida shak qilgan kishi jahon kezib, zolimlarning oqibatining qanday bo'lganligini tekshirib baqsa bo'ladi. Alloh taolo bunday deydi: Ular zaminda sayr qilib, ulardan ilgirkilarning oqibatining qanday bo'lganligini kuzatmadimi? Ularning soni ko'p edi. Zaminda kuch-quvvat va yodikorliklar, ya'ni uy imorat jihatda bulardan ustun edi. Ularning qo'lga keltirgan narsalari ularga asqatmadi. Mü'minun surasi 82-oyat. Ey ahli Makka, sizlar ularning yerlaridan etgan aqsini o'tib tursizlar. Sizlar tushunmamsizlar? Saffat surasi 137-138-oyat. Fir'avnning zamonida zulm, ozg'unlik va besimning naq vaqtida bo'lganligiga qarang. Alloh taolo bunday deydi: Fir'avn Misr zaminida zulmgarlik ta'didan oshdi. Ahalisini bileklerge bölüp, ulardan bir taife, yani Beni İsrail'ini bozak kıldı. Ularının oğullarını öldürüp, kızlarını hizmet işleyiş için tirik kaldırdı. Firavun hakikaten bozgunçulardan idi. Kasas suresi 4-oyat. İsrail oğullarının Firavun ve onun yardımcıları bulan korkunçu ve endişesinin küçüklüğü, azgınlık, zulüm ve onların muvaffakiyet kazanışını, zulümün ısıl aşkallık tüpeyle, halkının ıskılgan ümitsizlik ve mağlubiyet tuğusunu göz aldığımızı keltirdi. Musa aleyhisselam tuğulup neçe yıldan keyin bu zalimning aqibatining qanday bo'lganligini eslang. Firavunning alaqatini o'ylang. Allohning yordamini ko'rganda, Allohning o'zlari qilgan va'dasi amaliyotga aylanganda, uning amaliyotga aylanishiga gumon bilan qarag'anlarning tuyg'ularini ko'z oldingizga keltiring. Ular Allohning yordamida gumonlanganligiga bo'lgan pushaymon va Allohning yordamining kelganligiga bo'lgan xushallik tuyg'ulari edi. Şüphesizki Qur'on bizni bu reallikka ishondirish, zolimlarning zulmidan, tuhmatxorlarning ko'pligidan va aziyatlardan qo'rqmaslik, shundaqla Allohning va'dasiga ishonib va azg'unlarning ko'zga ilmaslik to'g'risida ogohlantirish uchun bu qismni necha qatim takrorlagan. Sabr qilgan, Allohning sana nusrat ato qilish va diningni ustunlik ega qilish va'dasi haqiqatdir. Oxiratga ishonmaydiganlar seni yengiltak qilib qo'ymasin. Rum surasi 60-oyat. Qur'on shubhalarga javob beradi. Yo'lning uzrishiga ergishib xato hukmlar, gumonlar ko'paydi. Qalb bularning ta'siriga uchraydi. Biz bu jarayonda Qur'onning yanada pok qarashlarni saqlab kelganligini va qalbning turoqliligini qo'dashga tirishayotganligimizni ko'ramiz. Alloh taolo bunday deydi: Ular, ya'ni mushriklar qanday bir savolni tashlamasin, uningga qarata biz sana haq javobni va hammadan go'zal tushuntirishni nazil qildik. Furqon surasi 33-oyat. Ular, yani müşriklarning onunğa, yani Muhammed aleyhisselamga Qur'onni bir inson ta'lim beradi degan so'zini obdan bilamiz. Ular ko'rsatgan adamning tili arab tili emas. Bu Qur'on bo'lsa, ro'shan arab tilidir. Nahl surasi 103-oyat.
Qur'on düşmanlarining gumonlariga javob berib qolmay, yana ularning muomalalarini, ahvollarini va ularning bunday qilishiga sabab bo'lgan muomalanimi o'tirib qo'ydi. Alloh taolo mundaq deydi: ular haqiqatan Shamga verib kelishda yomon yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirilgan shahardan o'tidi. Acaba ular uni ko'rib ibrat olmamdi? Yo'q, ya'ni ibrat olmaydi. Ular qiyomat kuni qaytarilishni umid qilmaydi. Furqon surasi 40-oyat. Ulardan yana bir guruh odam bizning o'ylarimiz haqiqatan ochiqchilikda deyishib, payg'ambardan ruxsat so'rashatdi. Bularning o'ylari ochiqchilikda emas, ular faqat qishni o'ynaydi. Ahzob surasi 13-oyat. Qur'on afzalliklarini va o'zgarmas prinsiplarni esga soladi. Yo'l uzargan sari bu yo'lda yurgan kishilarning afzallik va o'zgarmas prinsiplarini unutishiga sabab bo'lgan voqealarmi ko'paydi. Bu yerda Qur'onning roli va Qur'on o'qishni davomlashtirishning ahamiyati gavdalanadi. Qur'on izchil o'zgarmaydigan prinsip va afzalliklarni esga soladi. Alloh taolo bunday deydi: aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qarindishinglar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar topgan pul mollaringlar, oqmay qilishidan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdan suyimli bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib Allohning payg'ambari yordam bermasanglar, u holda sizlar toki Allohning amri, ya'ni Makka fath qilish izni kelgich kutinglar. Alloh fasiq qavmni, ya'ni Allohning dinining chek-chegarasidan chiqib ketkichlarni hidoyat qilmaydi. Tövbe suresi 24-oyat. Sizlar shundoq kishilarki Allohning yo'lida pul-mol sarf qilishga chaqirilsanglar, sizlarning oranglarda bexillik qiladiganlar bor. Kimki bexillik qiladi ekan, u o'zining ziyni uchun bexillik qiladi. Alloh sizlarning mol-mulkinglardan behojatdir. Sizlar bo'lsanglar Allohga muhtojsizlar. Agar sizlar Allohning taatidan yuz o'girsanglar, Alloh sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtiradi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi. Muhammad surasi 38-oyat. Qur'on o'ziga agashganlarga qalbining tezroq kelishiga tashna bo'lishining ba'zi dunyo sevgisi tufaylidan, yana ba'zida yo'lning uzunligidan bezor bo'lganlikdan yoki fido qilgan narsalarning ko'pligidan bo'lganligini aytib mundaq deydi: ey Muhammad, ularga, ya'ni Makkada turib urushni talab qilganlarga urushdan qo'linglarni yig'inglar, namoz o'qinglar, zakot beringlar degan kishilarni ko'rmadingmi? Ya'ni ulardan ajablanmamsan? Bularga jihad farz qilingan chaqda ularning orasiga bir turkum kishilar dushmandan go'yo Allohning azobidan qo'rqqandek, balki uningdan battarroq qo'rqidi. Ular o'limdan qo'rqib, Parvardigorimiz, bizga nima uchun jihadni farz qilding? Nima uchun bizni uzoq qolmay keldigan ajalga ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimizga yetguncha ta'xir qilsang, urushda o'ldirilmasak bo'lmasmidi? dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, dunyoning manfaati ozdir, ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uning amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan amalinglarning savobi kamaytirilmaydi. Nisa surasi 77-oyat. Qur'on fitna fasodlardan qo'daydi. Fitna zamonida Qur'onning o'ziga agashganlarni qo'dash ko'rili oshkora bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: men sizlarga ikki narsa qoldirdim. Navoz shularga ching asilsanglar, menga ezib ketmaysizlar. Bularning birisi yana birisidan kattaroq. U bo'lsa-mu Allohning kitobi. U osmondan zamonga so'zilgan bir arg'amchidir. Yana biri o'z naslim ahli baytimdir. Bu ikki narsa jannatdagi Kavsar ko'ligacha mening qashimga kelib, bir-biridan ayrilmaydi. Bu ikkisida men qanday agashganlarga qaranglar. Sahih Tirmizi Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Qur'on shayton kiradigan joylarni, fitnaning turlarini, imtihon modellarini o'tirib qo'ygan. Kishilar ular bilan uchrashganda tingirqib qoladi. Mo'minlar ittifoqdosh qo'shinni ko'rgan chog'da bu, ya'ni qiyin ahvolda qolganda dushman ustidan g'alaba qilish Alloh va uning payg'ambari bizga va'da qilgan ishdir. Alloh va uning payg'ambari rost aytdi deydi. Bu ish ularning Allohga bo'lgan iymonini va Allohning buyruqlariga bo'lgan bo'ysunishini texnik kuchaytirdi. Ahzob surasi 22-oyat. Qur'on o'qishni davomlashtirishning foydasidan biri Allohning ism-sifatlari, iymon prinsiplari va Alloh xabar qilgan har narsaga qat'iy ishonish darajasiga yetishdir.
Qur'on bu nuqtalarni nurg'un shaklda o'ttirib qo'ydi va uni zehnga yerlashtirish uchun uning ma'nolarini takror bayon qiladi. Alloh taolo bunday deydi: ularni va nasat olsin deb yomg'irni ularning orasida taqsim qildik. Ya'ni gah u yerga, gah bu yerga yog'dirdik. İnsanlarning to'lisi Allohga kufrlik qiladi. Furqon surasi 50-oyat. Qur'on hayot qalblarning o'ziqi va shifosidir. Qur'on o'ziga ergashganlarni bexatar makonga yetkazadi. Bende Qur'on o'qishni davomlashtirmoqcha, Qur'on to'g'risida fikr yurgizmoqcha va Qur'ondagini amaliy harakatga aylantirmoqcha Qur'onning bu alohida roli namoyon bo'lmaydi. Bugungi davrimizdan bir saboq. Bölümning oxirini Alloh taolaning ne'mati bilan Qur'onni yashash va uningdagi ba'zi xazinalarni o'ttirib chiqarish fursatiga erishgan kishilarga ayirdik. Yaqin zamonda yetishgan bu shaxsning hayotidan uning yuqoridagi o'rnaklarini amaliy hayotda qo'llanganligini belgilashga bo'ladi. Shahid Sayyid Qutb Qur'on bilan birga bo'lish to'g'risida bunday deydi. Qur'onning soyasida yashash ne'matdir. U faqat ta'min etayotgan kishilarga bilalaydigan ne'matdir. İnsanın ömrünü ulug', sharafli qiladigan va poklaydigan ne'matdir. Allohdan sanolar bo'lsinki, ömrümning bir qismini Qur'onning soyasida yashashga muyassar bo'ldim. Bu jarayonda hayotimning ilgari qismida tetib bakmagan bir ne'matni tezdim. U bo'lsa-mu, insonning umrini ulug', sharafli qiladigan va poklaydigan ne'mat edi. Bu mezgilda Allohning Qur'on jumlalari orqali aytganlari quloq tubimni jaranglab turdi. Men oddiy va kichik bir banda. İnsonga nisbatan buningdan ortiq sharaflantirish, Qur'on eshittirgan ulug'likdan ustun turadigan ulug'lik bo'lamdi? Allohning insonga ato qiladigan buningdan ustun darajasi bormidi? Hayotimning Qur'on soyasida o'tgan qismidagi tushunchalarimga asoslanganda, zimindagi johillarning madaniyati, ularning oddiy va ko'klik maqsadi, cheklik va juz'iy tushunchalar bilan maqtanishi qatorliqlar odamning ishini eshittiradigan va o'zim yuksak darajada bo'lganligim uchun ahamiyat berishga arzimaydigan ahvol edi. Bu go'yo yoshi cho'ng birining bolalarning o'yinlariga, bolalarcha harakatlariga va ajilab gap qilishlariga qaragandek ish edi. Ularga qaragancha hayron qolaman. Ularga nima bo'lgandi? Ular nimishqa mikrob uvusi bo'lgan patqoqlikqa cho'kib ketayotganda shu ulug' chaqiriqqa insonning hayotini ulug'lashtiradigan, sharaflantiradigan va poklaydigan chaqiriq quloq solmaydigandi. Hayotimning bu qismini ana shu olamga munosabatli hammani o'z ichiga olgan yuksak tartibli saf tushuncha bilan olamning va insonning yaratilish maqsadiga munosabatli tushunchani qonga tushirib yashadim. Bu tushuncha sistemini sharq, g'arb, shimol, janubga ta'sir ko'rsatgan shu jahiliyat tushunchasi bilan seshtirdim va ichimda shu savolni so'radim. İnsan oldida pokiza yeşillik, yuqori saviyadagi doira va kuchli nur turgan yerda qandoqligi bu purab ketgan patqoqlik va qorong'ulik yashashini tanlasin? Bandalarning holiga voy. Qur'onning soyasi ostida yashash jarayonimda qarg'ularcha tasodibiylik yoki o'z mayli qo'yishning mavjud emasligini his qildim. Alloh taolo bunday deydi: biz haqiqatan hamma narsani o'lchamlik yaratdik. Allah hamma narsani yaratdi. Ondan o'zining xohishi bo'yicha uningga munosib o'lchamni belgiladi. Bu olamdagi har qanday narsada bir hikmat bo'ladi. Faqat insonning cheklik ko'rishi g'ayb olamining chunqur hikmatlarini farqlantirmasligi mumkin. Sizlarga jihat farz qilindi. Holbuki sizlar uni yoqtirmaysizlar. Sizlar bir narsani yoqtirmasligingiz mumkin, ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar bir narsani yoqtirishingiz mumkin, ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyrug'ini qoldiringlar. Shu sabab tufayli hayotimning Qur'on soyasi ostida yashagan qismi huzur, ishonch, xotirjamlik ichida o'tdi. Har bir hodisada, har bir o'zgarishda Allohning roli va kuchini tunib yetdim. Uning himoyasini va kuzatayotganligini his qilgan holda yashadim. Hayotimning bu qismida Allohning sifatlarining reallikda ifodalanishi va rolini izchil his qildim. Beshiga kun tushgan odam duo qilsa, uning duosini ijobat qiladigan, uning beshiga kelgan ig'irchilikni ko'tarib o'tadigan Allah bandalarning ustida qohirdir. Ya'ni Allah bandalarning tizgilab turg'usidir. U hikmat bilan ish qilg'uchidir, hammadan xabardordir. Xohlig'ini qilg'uchidir. Allohning qarlishiga uchragan odamga hurmatligi chiqmaydi. Allah haqiqatan xohlig'ini qiladi. Bu olam anglamas va ko'rmas mexanik qonunlarga tashlab qo'yilmagan. Tabiiy qonunlarning orqasida har vaqt uni yaratqish iroda va mutlaq maqsad bor. Allah xohlig'ini yaratadi va xohlig'ini tanlaydi. Men yana Allohning qudratining izchil va cheksiz harakat qilganligini o'rgandim.
Allah Taala bu hareketni o'ziga xos alohida bir shaklda ko'rsatdi. Biz uning oldini ola olmaymiz. Allohga har qanday tashabbusda bo'la olmaymiz. Qur'onning nuri ostida ochiq bayon qilingan shu ilohiy sistema har xil ijtimoiy muhitda, insoniyat taraqqiyotining har bir bosqichida inson psixologiyasining har qanday holatida qo'llanish uchun o'tirib qo'yilgan. Hayotimning Qur'on soyasida yashagan qismining oxirida shu keskin, munozara talab qilmaydigan haqiqatga erishdim. Dunyoning muqimligiga, insoniyatning huzuriga, kishilarning ishonchga, sharafga, erkinlikka erishishi, olamning va hayotning tabiat qonuniga masalda mavjud bo'lib turishdagi birdan-bir yo'l Allohga qaytishdir. Qur'on nuri ostida quyoshga o'xshash ochiq ko'rinib turibdiki, Allohga qaytishning faqat bir yo'li bor. Bu bo'lsa, hayotning barliq sohalarida ulug' Alloh Qur'on Karimda o'tirib qo'ygan sistemini asos qilishdir. Faqat Qur'onni hayotga hokim qilish, hayotdagi har xil hodisa va o'zgarishda uning murojaat qilishdir. Aksi bo'lganda zaminda fitna fasod, insonlarda parishonlik maydonga keladi. Allah'ın bir icadiyeti hesaplanğan insan özünün tabiatideki yepik hücrelerini fakat Allah'ın açıkçı bilirli açalaydı. Tabiatideki keselliklerini fakat Allah'ın doğruları bilirli davalıyalaydı. Ulug' Allah barliq qulplanğan işiklerinin açıkçılarını ve barliq keselliklerinin doğrularını öz sistemimize joylashtirgan. Biz müminlerge, yani onların dillariga şifa ve rahmet bo'ladigan Qur'on oyatlarini nazil qilamiz. Qur'on kafirlarga ziyandan boshqa ziyorat qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri texim oshidi. Isro surasi 82-oyat. Ammo inson buzilgan qulubda remote qilish, kasalni saqaytishda uni yaratuvchining yeniga opirishni xohlamaydi. Kunlik hayotida ishlatiladigan odatdagi texnik vositalar va uskunlarga tutgan muomala bilan qo'llangan usullarni o'z maslasi, insoniyat maslasi, insonning huzurini saqlash yoki bearmoqni yo'qotish uchun qo'llanishdan o'zini qochiradi. U buzilgan uskunni remote qilish uchun uni yasagan zavodning texnik xodimlarini chaqirish kerakligini biladi-yu, lekin insonga kelganda bunday qilmaydi. Ya'ni insondek bir alohida uskunlarga munosabat masalalar to'g'risida uning yaratquchisidan fikr olmaydi. U shunday bir uskuniki, uning masalalarini uni yasag'uchi yaratquchidan boshqasi bilolmaydi. Maxluqotni yaratgan zot bilmaydi. U shaylarning nozik taraflarini bilguchidir, hammadan to'liq xabardordir. Mana bu yo'ldan azgan, kangirab qolgan bicharalarning bearamligining sababidir. Ular odatdagi texnikalik uskunlarni yasag'uchisiga apargandek, tabiatiga munosabatlik masalalarda shu tabiatning yaratquchisidan fikr olmoqcha to'g'ri yo'lga, huzurga va xushallikqa erisholmaydi. Qur'onga ergashganimizda g'olib, ulug' Alloh bilan birga bo'lamiz. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Xushxabar bo'lsinki, shubhasizki bu Qur'onning bir tarafi Allohning qo'lida, yana bir tarafi sizlarning qo'lingizdadir. Şuna onun ergişinler. Şundalar sizler alak bulmaysızlar ve qat'iy azmaysızlar. Tabarani Cübeyr'den rivayet kılgan. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem kardeşler, huzurunlarda Dr. Mehdi İlali'nin Oval İman namlı kitabı 3. bakıp geldik. Okusunu devam ettirimiz. 3. bab. Kişilerinin qiyam bilen sahar vaqtlarini dua iltijalar bilan o'tkazish. Alloh taolo mundaq deydi: Sana nafli ibodat bo'lish uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ongin. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Parvardigoringning seni madiylanadigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'ilishi haqiqatdir. Bani Isroil surasi 79-oyat. Kechlarda qiyamda turib nafl namozlarni o'qish iymonni uyg'otishdagi muhim tadbirlardan biridir. Tarixda o'tgan salih kishilar bu usulni sinovdan o'tkazgan bo'lib, ular bu usulning qalbga hayotlik qilib kelishdagi ta'sirining intayin chong ekanligini his qilishgan edi. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Alloh taolo har kechasi kechining oxirgi 3dan biri qolgan vaqtda dunyo osmoniga tushib bunday deydi: Kim menga duo qilsa, men uning tilagini ijobat qilaman. Kim mendan bir narsa so'rasa, men uning so'rag'anini beraman. Kim mendan mag'firat talab qilsa, men uningga mag'firat qilaman. Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Bandaning Allohga eng yaqin bo'lgan vaqti kechining oxirgi vaqtidir. Agar sen shu vaqtda Allohni zikr qiluvchilardan bo'laydisang, shu vaqtni chong tutqin. Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Bu haqiqatan g'animat bir vaqtdir. Ammo bu vaqt kimlarga nasib bo'ladi? Albatta, bu vaqtni fursatni chong tutganlarga nasib bo'ladi. Salihlar shunday kishilar ediki, ular har tongda bu g'animatdan nasibini oladi-da,
sharaf bilan zafar qozonatdi va Allohga hamd sano aytdi. Halbuki uyquda va g'aflat ichida yotganlar buni bilmaydi. Hojatmanlar kechida Allohdan oshni talab qilsa, tong etib bo'lg'icha shu hojatlarning ado qilinib bo'lishi umidi bor. Abu Sulaymon ad-Dardani ad-Darani mundaq deydi. Kechileri turib ibodat qiluvchilar uchun ularning kechidan oldigan lazzati o'yin tomoshalarida oldigan lazzatidan bakrak lazzatlidir. Agar kechi bo'lmagan deydi, dunyoda yashash men uchun azob bo'lgan bo'ladi. Allohni sevgan kishilarga nisbatan kechining yarmi o'zining mahbubiga munojat qilgan eng yaxshi vaqtdir. Gunohning mag'firat qilinishini tilaydiganlar uchun bo'lsa, sahar vaqti eng munosibdir. Kechining yarmi xilvatda bo'lish uchun alohida vaqt hisoblanadi. Səhər vaxtı bolsa, hammaning dardini to'kadigan va oilaning ehtiyojining ravo qilinishini umid qilib tilaklaydigan vaqt hisoblanadi. Allohni sevgan insonlar bilan kechida baygiga tushishdan ojiz kelganlar saharda turib Alloh istig'for aytib, uningdan mag'firat tilashni ojiz emasdir. Tavba qilganlarning sahiblari ularning rozi, tirishchanligi va ko'z yoshlari bilan to'lgandi. Hech narsa səhər vaqtining o'rnini ola olmaydi. Allah'ın rahmet şamallarına yol okuş, təəccüd əhli bilan birlikdə qanimetlerden bəhrəleniş, qalbki imanını yırtız tartışıcıdaki en mühim vasıtlardan bulup, İmam İbnül Hacib özünün El-Medhal namlıq əsərdə mundaqdaydı. Kişilərini nəfli ibadətlər bilan ötküzüşünün faydaları intayın köp bulup, onun faydalarından biri keçide qiyamda turuş. O xuddi qattiq şamal dərəxinin qazanlarını töküb taşlagandək günahlarını töküb taşlaydigan əməldir. O, yana qalbni nurlandırıp çırayını güzelleştirdi. Uğurluqni tükütüp bedenini tetikleştirdi. Hem de keçide qiyamda turğuchi perişçilerinin nazarati şöbüştü bulup, xuddi çaqnap turgan yolçularga o'xshash onun nazar taşlaydı. Keçilerinin qiyam bilan ötküzüş sahibi berkat, nur ve tasvirligisiz soğuqlarını taqdim etkici rahmet edilerden bir adidir. Muhammed Iqbal mundaq deydi. İlimde ve hikmette kimni xalasang, şunun bilan birga bolğin. Amma saharni g'animat bilmigicha foydaga erişelmaysan. Muhammed Iqbal səhərdə kildiğən bu qimmatli vaqtlarga alayid e'tibor bergichlardan bo'lib, u bu vaqtlarni har bir olim va mutafakkirning asosiy sarmoyasi, kishi har qancha olim yoki zoid bo'lib ketsin, har qachon bu vaqtdan ayrilolmaydi, hamda hech narsa bu vaqtlarni o'rnini olmaydi deb qaraydi. U doim mundaq deb duo qiladi. Ey Rabbim, mendan nimani xohlasang shuni olgin, ammo mendan sahar vaqtlarda oladigan lazzatni tatib olmagin va u vaqtlarda ato qilingan ne'matlardan meni mahrum qo'ymagin. Belki u zat Allah Taala'dan səhərdəki qalbini canlandırdığı rəhmət vaxtının ümmətinin bu yaşaçılıqda yaşab ögünüb qalğan yaşlarına nisb olub, onların qalblərdəki cimrislikni hərəkətləndirib hərəkət keltirishini və onların cisimlərinə hayatlıq ata qilishini bək arzu qıldı. Sayyid Qutb rahimehullah mundaq deydi. Keçilləri kişilər uyquga qərq bolğan vaqtlarda turub ibadat qilish, günlük turmuşning qarang'u paytlarida ibadat bilan shug'ullanish va Allohga bog'lanib uning fayz barakati va nuridan bahramand bo'lish, hamda uning bilan yolg'iz holda xilvat ulfat qilish, koinotning jimjit paytida Qur'on Karimni xuddi u samoviy olamdan o'ziga nozil bo'layotgandek, mavjudlikning har qaysi joylaridan ishoratsiz va iboratsiz uning bilan munosabatgandek ve tinch bir kechida uning yo'l yo'riqlari, ko'rsatmalari va bayonotlaridan vaqf bo'layotgandek tuyg'ib turib tilovat qilish, mana bularning hammasi ig'ir so'zni o'z ichiga olishga, uningga erishishga hozirlangan payg'ambarimizning nisbatan eng kerakli ozuqdir. Shuning bilan birga bu chaqiriqni himoya qilgan har bir tabiiy kishilarga nisbatan shundaqdir. Bular uzun va mashaqqatli yo'llar jarayonida da'vatchilarning qalblarini nurlantirdi. Ularning shaytonning vasvasasidan bu yo'lni qoplagan qorong'ulikdan mudofaa qildi. Sayyid Qutb yana Allah Taala'nın şübhəsizki kişinin qiyamı, yani kechida kişinin ibadat qilish uchun uyqudan uyg'onib turishi eng muvofiqdir. Tinch bo'lganlik uchun kişinin qiroati eng to'g'ri yo'ldir degan so'z haqida mundaq deydi. Kunduzlik jafo mushaqqatlardan keyin uyquning ta'blashlari va yotgan ko'rpalarning ustiga tortishib qarashtirish va uning ustidan g'alaba qilish nihoyat zarur va badandan to'limi zo'r kuch talab qiladigan bir jarayon. Lekin u ruhiy kuchning o'zini ifodalashi va Allohning chaqiriqiga ovoz qo'shganlik, Alloh bilan munosabat o'rnatishni ustun o'rin qo'yganlikdir. Yana kelib, kechida qilingan qiroat eng to'g'ri bo'ladi. Chunki kechidagi zikr tasbihlarda alovat bor. Kechida o'qilgan namozlarda xushu bor. Kechida qilingan munojatlarda suzuklik bor. Bular qalblarga uns ulfat, rohat, suzuklik, nur ato qiladi. Kunduzi namoz o'quvchilar va zikr tasbih aytuvchilar bularni tep bo'lolmaydi. Şübhəsizki, qalblarga nimaning ta'sir qildiganligini, nimaning qalbni yumshatganligini, nimaning qalbni o'z tarafga oqqizganligini va nimaning qalbni o'z tarafga
intildigan qildiganligini bilguvchi zot Alloh taolodir. U zot qaysi vaqtning qalbni texim ochiq qildiganligini va uni o'zi tarafga texim hozir va nazir qildiganligini hamda qaysi usullarning qalbni o'ziga texim bog'laydiganligini bilguvchidir. Shuningdek Alloh taolo yana bandasi va elchi Muhammad alayhissalomni Qur'ondan iborat bu vazni ig'ir so'zni qabul qila oladigan va payg'ambarlikdan iborat bu mushaqqatli vazifani o'z ichiga ola oladigan qilib tarbiyalashni hammadan mak bilguvchi bo'lganligi uchun u zot hurmatli payg'ambarga kechida uyqusidan uyg'onib ibodat qilish yo'lini tanlab bergan edi. Kechilik ibodat biz uchun shon sharafdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Bilginki, müminning shon sharafi uning kechalari qiyomda turib o'qigan namozlardan keladi. İzzat obro'y bo'lsa, uning o'zini boshqalardan behojat sananishidan kelgandir. Imom Manaviy yuqorqi hadisning sharhida mundaq deydi: Hadisdagi shon sharaf so'zi arab tilida yuksaklik ma'nosida bo'lib, har shayning sharafi demak, shu narsaning yuksak cho'qqisi demakdir. Ba'zida kechining suzuk vaqtlarida Alloh huzurida anga bosh qo'ygan va uningdan qo'rqqan hamda uning janobining buyukligi va himoyasining mustahkam ekanligiga intilgan holda ibodat bilan mashg'ul bo'lganda qilingan xizmatlar badaliga Alloh uning sharafini buyuk qiladi. Shundala qilingan ifodatlarning hurmati sababli uning martabasini o'zining farishtalari va xos bandalar oldida yuksakliklarga ko'taradi. Shuningdek, sharaf izlagan va yuksak martabalarga o'rlashni xohlagan kishi kechilik ibodatlarni qo'ldan bermasligi lozim. Chunki uningsiz biz uchun hech bir qadar qimmat yo'qdir. Shuningdek, o'zida Alloh va uning rasulining sevgisi borligini da'vo qilganlardan kechilik ibodatlarni qo'ldan bermasligi va kechilik vaqtlarida ibodatlarga hozirlanishi talab qilingan. Demak, kimki yuqorqi da'voda bo'lsa talab qilingan ish orqali o'zini isbotlashi lozim. Demak, buningdan kechilarni ibodatlar bilan bidar o'tkazuvchilarning kishilar orasidagi eng hurmatga sazovor insonlar ekanligini, ammo bizga o'xshagan uyqu va g'aflat ahlining bo'lsa, o'sha vaqtlarning qadrini qilmaganlikdan izzat sharafi yo'qolgan va martabasi pastligiga tushgan kishilar hisoblanganligini ko'rib olgan bo'ladi. Kecha vaqtlari ixlos ekinzorligidir. Kecha vaqtlari ixlos va sadoqat urqini tikishning eng munosib chog'lari bo'lib, sen ularni qanchalik ko'p tikalasan, qalbing uchun bo'ladigan xayrliklarmi shuncha ko'p bo'ladi. Ushbu xayrliklar qalbingni qanchalik kengaysa, uningga ergishib keladigan hidoyat unchalarmi har tarafdan ortadi. Agar Alloh dilinglarda iymondan iborat xayrning borligini bilsa, ya'ni dilinglarda iymon bo'lsa, Alloh uni biladi. Sizlarga o'zingizlardan ilmdan fididan yaxshiroq narsani beradi. Demakki, kecha ixlos maktabidir. Faqat muhabbat ahlilar bu maktabda o'qishga kirdi va ishida sodiq bo'lganlarla bu maktabni izchil davomlashtirdi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: Kechida o'qilgan namozning kunduzda o'qilgan namozning fazilat jihatiga ortiqchiligi maxfiy qilingan sariqaning oshkora qilingan sariqadan fazilat ustun bo'lganiga o'xshashdir. Kecha namozlarining kunduz namozlaridan fazilat ortiq qilinishi kecha namozlarining maxfiyligining eng yuqori, ixlosga eng yaqin bo'lganligidandir. Shuning uchun salaf solihlar tahajjud namozlarini maxfiy shaklda ado qilib kelgan edi. Hasan al-Basri rahimahulloh mundaq deydi: Shunday kishilar bor ediki, ularning uyiga tushib o'tadiganlarmi, ularning kechalarida namoz o'qiydiganligidan bexabar qiladi. Ular shu qadar ijtihod bilan duo qilibsimi, ovozlar chiqmaydi. Yani shunday kishilarim bo'lganki, ayoli bilan bir yostiqda yetibmi, ayoli uqtirmay kechalarini yig'lab o'tkazadi. Kecha qalb boyliqlarini oshkorlaydigan, ko'milgan ubudiyat, Allohga bandilikni ifodalash ma'nilarini qizib oladigan paytdir. Halbuki har bir ibodat ahlidan talab qilinadigan uning Qur'on Karim va zikr to'g'risida Allohning diniga da'vat elib berish va bu yo'lda jihad qilish to'g'risida hamda kishilar orasida jonliq faoliyatlarni elib berish to'g'risida shunaqla kengli koinot bilan uningdagi Allohning birlik va borligiga dalil bo'ladigan ibrat mo'jizalar to'g'risida tafakkur yurgizish va bu vaqtda foydali mulohazalarni qilishdan iboratdir. Bir musulmon kishi uchun uning kundalik turmushida amallashtirishi kerak bo'lgan mana bu xil ishlarning hammasi qalbni ubudiyat ma'nolariga to'ldirish va taqvodorlik fazilatlari bilan bezashdir. Undaqda musulmon kishi uchun yuqorqi shartlar hozirlangan bo'lsa, u ushbu ubudiyat ma'nolarini qayerda va qachon qazib chiqadi? Buning uchun mahbub bilan xilvat qilish vaqti bo'lgan kecha eng munosib payt bo'lib, Allohga yelinish, uningga bo'y egish, uningga muhtojlikni ifodalash, uningga yalvurish va uningdan qo'rqish qatorliq jami ifodatlar qilinadigan tilaklar har vaqtdagi mayin shamollar orqali kim mendan tilak tilasa, uning so'rg'ini beraman, da'vatgan zotning huzuriga yetkaziladigan duoyi iltijo xatlari putiladigan mezgil ana shu kechadir. Kecha ibodatlari shukr qanoatini ifodalashning eng muhim usulidir.
Allah Taala'nın san-sanoqsiz ne'matlarga shukr qilish ubudiyat maqsadlaridan biri bo'lib, Allohning ne'matlariga shukr etish ibodatdir. Allohga haqiqiy shukr qiluvchi ne'matlarning o'znasini o'zi ifodalab turgan bandadir. Ne'matning eng yorqin ifodalari ne'mat egasiga o'zining yelinishini, bo'ysunishini va ulug'lashini ifodalash bo'lib, Alloh Taolo bu vaqtda bunday deydi. İnsonga biror ziyon zahmat yetsa, Parvardigoriga o'zlangan holda uning duo qiladi. Ondan Allah öz tarafidan onun ne'mat ato qilgan, uning beshiga kelgan kulfatni ko'tarib o'tgan chog'da Alloh qilgan zahmatni ko'tarish to'g'riliq ilgari qilgan duosini unutib ketadi. Boshqalarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun Alloh shiriklarni keltirdi. Aytqinki, sen kufring bilan turib bu fani dunyoning ozg'in vaqt bahramon bo'lgan. Sen chuqum do'zaxlardandirsan. Allah şerik keltirgan odam yaxshimi yoki oxirat azobidan qo'rqib, Parvardigorining rahmatini umid qilib, kechining soatlarini sajda qilgan va qiyomda turgan holda ibodat qilib o'tkazgan odammi? Aytqinki, bildiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi. Faqat sog'lom aql egalarilar ibrat oladi. Zumar surasi 8-9 oyatlar. Yuqorqi oyatda ikki xil turdagi insonlar tilg'anilgan bo'lib, avvalgi turdagilar nihoyat ochiq saboqlarni boshdan kechirgan va intayin ig'irchilik qilganlar. Ular samimiyati bilan Allohga duo qilganlik uchun Alloh ularning qiyinchiliklarini ko'tarib o'tgan va ularning ojillarini ravo qilgan edi. Ammo ular uzoq o'tmayla Allohga shukr qilishdan yuz o'rib, aslidagi azg'inlikqa qaytib olgan. İkinci türküler bolsa, keçilerini ibadet ve Allah Teala'yı zikir qilish bilan o'tkazgan bo'lib, ular Alloh shukronalarini ifodalash yo'lini tutgan. Alloh Taolo mana bu xil ikki xil ahvolda kishilarga baho berib, bunday deydi. Aytqanki, biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi. Peygamber aleyhisselamның kişileri qiyamda turib putlari ishib ketgan bo'lib, Aisha radhiyallohu anha Peygamber aleyhisselamdan Allah sizlarning ilgirki va keyingi gunohlarini mag'firat qilayotgan tursa, nimaga buncha vala qilib ketilar deb so'raganida, Peygamber aleyhisselam unga javob berib bunday deydi: "Acaba men shukr qiluvchi banda bo'lishni yoqtirmamdiman?" Kecha Allohga bog'lanish vaqtidir. Abdurrahim Tahhan bunday deydi: İslam ümmetinin növbetdeki ahvalı to'g'risida ko'p o'ylanib, ularning intayin ichinishli ahvolda ekanligini ko'rib yetdim. Ümmetni isloh qilaman degichilar oldi bilan ümmetning dastlabki davr kishilarining ahvoliga nazar solib beqish kerak. Chunki bu ümmet dastlabki ümmet isloh bo'lgan narsasiz yaxshilanmaydi. Men dastlabki ümmetda hidoyatning qalbini isloh qilish va uni Alloh tarafga bog'lash orqali ishga oshirganligini va buning kecha namozlariga o'xshagan bir qator amal ibodatlarni asos qilish orqali amalga oshirganligini ko'rdim. Aqillarning diqqatini tortadigan muhim nuqta shuki, kechalari uyg'onib ibodat qilish ishi farz amallardan ilgari, shundaqla shariat bilginlaridan hatto 5 vaqt namoz farz qilinishdan avval nozil qilingan bo'lib, bundaq bo'lishi muhim bir maqsadni ishga oshirish uchun edi. Chunki inson Rabbi bilan yolg'iz qolgan va kechining ma'lum vaqtlardan foydalanib qalbni anga tutashtirgan vaqtda qalb poklikka erishib, uningga Alloh tarafidan rahmatlar yog'adi. Biz uchun kurash qilganlarni albatta yo'limizga yetaklaymiz. Allah hakikaten yaxshi qiluvchilar bilan birlidir. Ankabut surasi 69 oyat. Agar qalb poklansa, u bundan keyingi Alloh tarafidan kelgan har qanday amr farmonni qabul qiladigan holatga keladi. Qalb buzilganida u o'ziga qilingan hech qanday buyruqni ilk olmaydi. Shuningdek, tunji avlod musulmonlar ushbu maqsad asosida tarbiyalanganida bulardan mislsiz giganit avlodlar yetishib chiqqan edi. Buyuk allomalarimiz shunday aytgan: Yigitning qalbining Allohga bog'lanishi va to'g'ri yo'lni bilish uchun ahli sunnatdan bir ustozga yo'liqqani Allohning uningga qilgan rahmati bo'lib, u shu orqali shariat bilimlarini qabul qilish, ilmlardan manfaatlanish va ulardan bahrilanish fursatiga ega bo'la oladi. Jundub radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz yosh vaqtlarimizdan boshlabla payg'ambar alayhissalomdan birga edik. U vaqtlarda biz Qur'onni ta'lim olishdan avval iymondan ta'lim olardik. Biz iymonni ta'lim elib bo'lib, ondan Qur'ondan ta'lim eliydik. Qur'on iymonimizni tag'im kuchaytirgan edi. Iymondan ta'lim elish qop-qorong'u kishilarda Rahman Taolo bilan xilvat qilish yo'li orqali ishga oshadi. Albatta, qalb poklanib Alloh bilan bog'lansa, tashqi a'zolarimiz poklanadi. Shaksizki, Alloh Taolo bu ummatni mana shu xil ideya asosida tarbiyalab yetishtirgan bo'lib, Buxoriyda Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadisda bunday deyilgan: Qur'on Karimning dastlab nozil bo'lgan suralari mufassal deb atalgan suralar bo'lgan edi. Bu suralarda jannat va do'zaxning ahvoli so'zlanadi. Toki kishilar islomga to'liq o'yishga vaqt kelganda, ondan halol va haromga munosabatli oyatlar nozil bo'lishga boshladi. Navoda ishning daslabida zina qilmanglar deb oyat nozil bo'lgan bo'lsa edi, kishilar cho'qim biz zinani hargiz tark qilmaymiz deyishgan bo'ladi.
Navad ishning nisbida aroq ichmanglar deb oyat nozil bo'lgan bo'lsa, kishilar cho'qim biz aroq ichishni hargiz tashlamaymiz deyishgan bo'ladi. Men o'yin o'ynaydigan kichik qiz bolachaqlarimdimi, hargiz undaq emas. Ya'ni ularga berilgan azob bular emas. Qiyomat ularga azob qilinish va qilgan vaqtdir. Qiyomat texim qiyindir, texim jafoliqdir degan oyat nozil bo'lgan edi. Bu oyat Qamar surasining oyati bo'lib, Baqara va Nisa suralari faqat men Madinadagi chaqlarimda ondan nozil bo'lgan. İnsan Allah Taala'nın nima uchun aroqni payg'ambar avatilib 15 yildan keyin hijratning 2-yil harom qilganligi, shundaqla nima uchun payg'ambar avatilib 19 yildan keyin hijratning 6-yili ondan hijobning farz qilinganligi haqidagi shariat hikmatlarini o'ylanib ko'rishi va nima uchun shuncha vaqt qalbni asosiy markaz qilganligi to'g'risida shar'iy muddaolar ustida tafakkur qilish lozim. Chunki qalb masalasi hal bo'lgandan keyin boshqa o'zgarishga birli ishorat kifoya qiladi. Buning uchun cho'qim qalbning pok bo'lishi va uning Alloh bilan chambarchas bog'lanishi lozim edi. Bismillahirrohmanirrohim. Salaf solihlarimiz ana shunday edi. Bir kuni Oysha radhiyallohu anhaning huzuriga Amr ibn Ubayd va Ato qatorliqlar kirib keldi va uningdan bizga payg'ambar alayhissalomning silni ajablantirilgan ishlaridan so'zlab bersilar deb so'radi. Oysha radhiyallohu anha bunday dedi: Payg'ambar alayhissalomning qaysi ishi meni ajablantirmagan deysizlar? U zot bir kechasi menga yaqin keldi. Hattoki uning badani mening badanimga tegib turgan edi. Ondan o'rnidan turdi-da menga: "Ey Oysha, meni bir oz yolg'iz qo'ygin. Men Rabbim ibodat qilib olay" dedi. Ondan men: "Ey Allohning elchisi, men sizlarning yonlarida bo'lishimni yaxshi ko'raman, lekin men sizlarning gaplarini anglayman" dedim. Payg'ambar alayhissalom o'rnidan turdi va namoz boshladi. Qiyomda turib o'tib Payg'ambar alayhissalom shunday yig'ladiki, soqollari o'l bo'lib ketgan edi. Ondan ruku qildi ve taki ko'z yoshlari atrofni yo'lqagan qadar yig'ladi. Ondan sajda qildi. Ko'z yoshlari hali ham yerga to'kilmoqda edi. U namozini tugitib bo'ldi, uningga Alloh sizlarning ilgirki va keyingi gunohlarini mag'firat qilgan emasmidi deb so'radim. U javob berib bunday degan edi: "Men shukr qilguvchi bandalarning qatoridan bo'lmaymanmi?" Oysha radhiyallohu anha bir kishiga bunday degan: Keçileri qiyamda turishni tashlama. Chunki payg'ambar alayhissalom kechasi ibodat qilishni hech taraf qilmaydi. Navoda og'rib qolgudek bo'lsa yoki o'yir turish ig'ir kelib qolsa, o'ltirib bo'lsin o'qiydi. Payg'ambar alayhissalom kecha namozlarini safardan tark qilmagan bo'lib, Umayd ibn Abdurrahmondan rivoyat qilinishicha bir sahoba mundoq deydi: Men bir qatim payg'ambar alayhissalom bilan safarda ketib o'tib, o'z-o'zimga Alloh bilan qasamki, men payg'ambar alayhissalomning qanday namoz o'qiydigan cho'qim kuzaman dedim. Payg'ambar alayhissalom kechki xubdan namozini tugitib bo'lib, kechining hali bir vaqtga qadar yenicha yotdi. Ondan uyg'onib atrofga bir qo'r qarab bunday dedi: Parvardigorimiz, buni bekor yaratmading. Sen poksursan, bizni do'zax azobidan saqlagin. Parvardigorimiz, sen kimni do'zaxga kirgizsang, uni albatta xor qilgan bo'lasan. Salimlarga hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Parvardigorimiz, biz haqiqatan bir chaqiruvchining, ya'ni Muhammad alayhissalomning Rabbinglarga iymon etinglar deb iymonga chaqirganligini angladik. Iymon etdik. Parvardigorimiz, bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, yomonliklarimizni yo'q chiqargin, bizni yaxshilarning qatorida qabzroq qilgin. Parvardigorimiz, bizga payg'ambarlarning orqali va'da qilgan narsani, ya'ni itoat qilganlar xos bo'lgan jannatni bergin. Qiyomat kuni bizni rasvo qilmagin. Sen haqiqatan va'dangga xiloflik qilmaysan. Ali İmran suresi 191-oyatdan 194-oyatgacha. Ondan yatgan yeridan misvakin oldida yenidagi tulumdan qadak suv elib ig'izini misvakladi. Ondan o'rnidan turib namozga turdi. Men uning namozini ko'rib, namozini boya o'qiganchilik miqdorda o'qidim ekan deb qilgan edim. Ondan o namazını ayaqlaştırıb bulup men onun namazını görüp namazını bayağı qılğançılık miqdarda oqudum ekan deb qilgan edim. Ondan o namazını ayaqlaştırıb bulup yine yetib qildi. Men onu bayağı o'qigan namazının miqdarida o'qildi bo'lg'ay deb taxmin qilgan vaqtga qadar uxlagandan keyin uyg'onda avval qatimda o'rnidan turib nima qilgan bo'lsa va nima degan bo'lsa shuni aynan takrorladi. Payg'ambar alayhissalom bu ishni tamatqcha 3 qatim ana shundoq takrorlab chiqqan edi. Ammo payg'ambar alayhissalomning qiyinchilik vaqtlaridagi kech qiyomlari va Allohga zot tazarru qilishlari bu boshqa masala. Badr kunini misol qilaylik. Ali radhiyallohu anhu mundoq deydi: U kuni aramizda maqsaddan boshqa biror chavandoz yo'q edi.
Aramızda uxlamagan bir kishi qolmagan bo'lib, faqat payg'ambar alayhissalomlar daraxt soyasida namoz o'qib, yig'lab tong otqizgan edi. Yana bir rivoyatda bunday kelgan. U daraxt tubiga kelib namoz o'qidi va tong otgan qadar duo qilib chiqqan edi. İmam İbn Kesir El-Bidaye ve Nihaya namlıq əsərdə mündəq deydi. Rasulullah şu yerdəki bir dərəx sayəsində keçiş namaz oxub çıxqan idi. O zat köpüncə səcdələri təkrar tirik və əmi idar qılıcı zat deb nida qılıbdı. O zat keçin taki tang atqan qədər qiyam bilən, yığlaş bilən, ey Allah, səndən mənə vergən əhdini və vədəni sorayman. Ey Allah, sən xalasan edin, sən ibadət qılınmaydı, deb bunun nusrat ata qılınışını tiləydi. Ve şunu bile ötküzetti. O Ebu Bekir bilen namaz okuğunda namazda turup mundaq dua kılgan idi. Ey Allah, beni taşlap koymagan. Ey Allah, beni harıqılıp koymagan. Ey Allah, beni şermenli kılmagan. Ey Allah, senden bana vaat kılgan nusratını işe aşırıp berişini sorayman. Ey Allah, Kurayş senin peygamberini can ilan kılgan ve onu yalgan çıkargan halda atılları ve pekırlanan nesilleri atılıp geldi. Ey Allah, senden bana vaat kılgan nusratını işe aşırıp berişini sorayman. İbn Mesud radıyallahu anhu mundaq deydi. Biz Bedir günüdə Muhammed aleyhissalamdan mübəkirək Rabbidin goya yutub ketken nərsini izlep sorawatqan biridek tinmay sorğanını anlap baxman edik. O taki to'ni silinib ketgan qadar ey Allah sendan menga va'd qilgan nusratni amalga oshirib berishingni so'rayman deb duo qilgan edi. Ondan Abu Bakr kelib uning to'nini qo'lga oldi va uning kegizib qo'ydi va to'nining tushib ketmasligi uchun uni orqasidan ching tutib olgan holda ey Allah'ın peygamberi Rabbimden shuncha so'rganing yetar. U sana bergan va'dasini cho'qim amalga oshirmay qo'ymaydi dedi. Ondan Allah Taoloning buni oyati nozil bo'lgan edi. O'z vaqtida duo qilib, Parvardigoringlardan yordam tiladinglar. Allah sizlarga orqa-marqa tushadigan ming farishta bilan yordam beraman deb duoyinglarni ijobat qildi. Bu ularning yaxshi amallari uchun Allah tarafidan berilgan mukofotdir. Allohning dargohida yaxshi mukofot, ya'ni jannat bor. Enfal suresi 9-oyat. Yani Allah Taala periştelerini yardım düşürüş bilen arqılıq peygamberge emden bolgan idi. İbn Qayyim rahimahullah mundaq deydi. Keçilerini qiyam bilen, dua bilen ötküzgenler Allah'tan haqiqiy qorqqanlardır. Ular sözlüse en rast sözlerini qılıdı. Ular keçilerini Rabbig itaat qilish yürüsüdün, Qur'an tilavet qilish, tavba qilish ve tilak tilash qatorliqlarni ötküzüdü. Ularning ko'zlaridan shaqirab yoqqan yomg'irdak yoshlar to'kiladi. Ular kechallarda ibodatgo'y bo'lsa, dushmanlarga qarshi kurashlarda eng botir va eng qaysar insonlardir. Sen ularning yaxshi amallarini basish qilayotganligini ko'rasan. Ularning yuzlarida seyizning izlarini va chaqnab turgan nurlarni ko'rasan. Qur'on ularning sifatlarini shalliq fatihdan xabar bergan surada oshkora e'lon qilgan bo'lib, ularning sifatlari Qur'onning oxirgi surlarida Tavba va Ashir, G'oshiya va Anfal surlarida ko'plab bayon qilingandir. Ebu Sufyan'ın ayali Hindi radıyallahu anha Mekke fethi kılınan günü seherde erinin aldığı gelip "Men Muhammed'e beyat kılmakçıyım" dedi. Ebu Sufyan radıyallahu anhu "Sen onun peygamberliğini inkar kılgan emasmı?" dedi. O Allah bilen qasam qılaman ki o keçidin Kabe şunda ibadet kıldı ki onundak Allah haqiqiy ibadet kılgan birini görmeyen ekenmen. O bütün bir kişinin namaz okugan, ruku kılgan ve secde kılgan alıp ötküzüp çıktı. Iraklı'nın qo'shini musulmonlar qo'shin oldida mag'lub bo'ldi. Ulardan sizlar nimish ularda yanglib qoldinglar deb so'rganida ular aslida yosh cho'ng biri mundaq degan. Chunki ular odatda kechalari qiyam turib namoz o'qisa, kunduzlari ro'za tutib ibodatlarli bo'ladi ekan. Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men Umardan fazilatli birini ko'rmadim. U kechalarini qiyam bilan o'tkazsa, kunduzlarini ro'za bilan va kishilarning g'oyasini ravo qilish bilan o'tkazadi. Muaviya ibn Abi Sufyan Darar ibn Demre el-Kanani'den Ali radıyallahu anh'un taraflab berishini talab qilganda u mundaq deydi. U dunyo va uning go'zalliklarini o'zini qochiratdi. Qarong'u kechalarda ibodat bilan mashg'ul bo'ladi. Alloh guvoh bo'lsinki, men uning shundoq bir paytlariga shahid bo'ldim. Kecha o'z pardasini uning qayirib bergan va yultizlab parlagan vaqtlarda uning mehrab turib saqolini tutgan va o'zini tuta olmagan holda öksüp yig'layotganligini ko'rgan edim. Uning ey Rabbim deb Allohga zarlangan holda dunyoga munda xitob qilayotganini e'lon qilaman to'yimda. Quloq to'yimda. Sen meni aldamoqchimi? Sen menga ko'z tikotamsan? Sen bundan voz kechganda aldash uchun mendan boshqasini tap. Bilib qo'yki, sen pushtaloq. Sening bo'lsa umring qisqa, o'rning to'van va sizni xatar elib kelasan. Oxirat tomon safarga otlanib turib va bu safarda yolg'iz turib, hozirlagan uzuq tulikimning ozliqiga o'kinaman.
Hasan al-Basri rahimahullahdan nima uchun kechalari tahajjud o'qiganlarning chiroylari eng go'zal bo'lib ketadi deb so'ralganida u zot chunki u mehribon Alloh bilan xilvatda bo'ldi, Alloh ularga nurini kiyim qilib kiydirdi deb javob bergan edi. Abdurrahman ibn Zayd mundaq deydi: Biz g'azotda edik. Ata al-Xurasani kechalarini namoz bilan o'tkazatdi. U kechining 3dan 1 qilganda yoki kecha yerim bo'lganda biz yotgan chidirning töviga kelib, o'rninglardan turib tahorat elinglar. Bu kechini namoz bilan o'tkazib, kunduzning ro'zasini tang ulug'langlar. Bu tumil parchalarini yegandan va yiring suvlarni ichgandan ko'p yaxshi. Tez bo'linglar, nijotlik kelinglar deb to'laydi va namozni o'qishni davom qiladi. İmam Hafiz İbn Kesir Padişah Said Nuruddin Mahmud Zenki to'g'risida mundaq deydi. U kishi kechalari ko'p namoz o'qiydi. Barliq ishlarda Allohga duo iltijolar qiladi. U doim sajda qilganda siliq yiqquchi, boj olg'uchi zolim Mahmudga rahim qilgin deb duo qiladi. U kishining ayoli Ismaduddin xotinmi kishilarning qiyomida o'tkazgan ayol edi. Bir kuni u ayol qizitmasi sababli ko'zi uyquga ketib qoldi va o'rnidan turganda bu ishining bakmi g'azablangan edi. Nuruddin ayolning nima ish qilganligini so'raganda uningga bo'lgan ahvol yetkazildi. U kishi qal'atga qo'ng'iroqxonaga kecha vaqtlari uxlab qolganlarni kecha namoziga uyg'otish uchun signal berishni buyurdi. Signal beruvchiga alohida ish haqi to'xtatdi va uningga ko'plab inomlarni berdi. Abu Sulaymon ad-Darani Hazretleri Ahmad ibn Abi al-Havariga o'z yo'liqqan bir voqelik haqida so'zlab bunday deydi. Men secde turib ko'zim uyquga ketib qoldi. Qarasam, o'zimni bir o'r parayning yonida ko'rdim. U menga yurib kelayotgandek va menga qadrlikim, saltanat egasi Alloh uyg'oq va o'ziga tahajjud namoz qilayotganlarga qarab tursa, qandoqmi uxlash ko'zing bordi? Hammadan g'olib buyuk zot bilan munojat qilishdan lazzatlanib uxlashni ala bilgan ko'zlarga og'lig' voy. O'rnidan tur, xilvat vaqti yaqinlab qoldi. Sevgi ahli bir-birlari bilan uchrashmoqda. Mushundaq ahvolda uyquga ketganing nimasi? Qadrlikim, ko'zimning nuri, seni shuncha vaqtdan beri chimildoq ichida kutib turibsam, ko'zing uyquga ketgan nimasi? Degidek, shuning bilan tang o'rnimdan chiqib turib ketdim. Qarsam, uning tanmehlaridan xijillikda tarlab ketibman. Uning so'zlagandagi ashi shirinligi ilham qulqindan qalbim to'rni ketgani yo'q. Yana ba'zilar bunday deydi: Dunyoda jannat ahlining ne'matlariga o'xshaydigan biror ne'mat yo'qdir. Agar bor deyilsa, u kishi vaqtlari qalblarini Allohga bog'lagan kishilarning munojotlaridan oldigan alovat bo'lishi mumkin. Yahya ibn Muaz bu vaqtda mundaq deydi: Biz fazilatli amallar ichida kech ibodatlaridan fazilatli kattaroq biror amalni ko'rmadik. Ularmi bizga kech ibodatidan fazilatli kattaroq biror amalni meros qoldirib ketgan emas. Ular ana shu kech qiyomi bilan qalblarga huzur eltib kelgan, gunohlarni o'chirgan va jimi g'aybdan xabardor Allohning yo'lida yurgan edi. U minutlar naqadar go'zal. Kech qiyomi qalbning sunadigan va pushaymon qiladigan paytlaridir. U vaqt qalbning har shayi ilkir bo'lgan zotga jiddiy muhtoj ekanligini his qilinadigan vaqtdir. Seni Rabbingga yaqinlashtiradigan va shahar shamollarining hididan bir yerga tortadigan u vaqt naqadar go'zal. U shunday go'zal minutlarki, sen u paytda vaqtning yaqinlab qolganligini, Allohdan tilguvchilarning o'z talablarini ang'sunishga boshlayotganligini ko'rasan. Shuning bilan sening uyqung ochilib, Rabbingga yelinish uchun mehrab tarafga yuzlansanda, o'zingning o'tkinchi quvvatlarini unutib, bechoralarcha yordam so'raysan va ehtimol samimiyatini, muhtojligingni, ojizligingni ko'rasan. Menga o'z xazinasidan ato qilib qolar degan umidda yoshlaringni sirg'itib turib, unga duo qilib yelinasan. Osmonlarning va zaminning xazinalari Allohning o'lkasidir. Acaba mushundaq ahvolda u seni ishga oldidan qaytartarmi? Acaba seni yerim kechida buningdan boshqa yana nima o'yg'ota olasan? Aytqinki, ey Rabbim, men sendan so'ramoqdaman, menga so'rg'inimni bergin. Men sendan mag'firat talab qilmoqdaman, meni mag'firat qilgin. Men yalang'ochman, meni kiyindirgin. Men ochman, meni taomlantirgin. Men ozg'unman, meni hidoyat qilgin. Men gangirab qilyapman, meni to'g'ri yo'lga yetakligin. Men kambag'alman, meni boy qilgin. Men xorman, meni aziz qilgin. Men ojizman, menga kuch-quvvat ato qilgin deysan. Şoňlaşqa sen onun darvasını qaqqında onunğa Rabbim, qulun senin huzuruňda, muhtaç benden senin huzuruňda, miskin benden senin huzuruňda dep dua qılgın. Hemde Rabbingdan suwga garaq bolguşynyň yardam sorgundek, yardam sorgun we qattyk qorqan kişinin qaçyp bargandek onun tarapyga qaçyp bagyn. Saharda atqan ok hata ketmeydi. Rivayet qilinishicha Jibril alayhissalam Davud alayhissalamdan so'radi: "Ey Jibril, kechinin qaysi vaqt eng afzal?" Jibril aleyhisselamdan Davud aleyhisselam sordu. Ey Jibril, kişinin qaysi vaqti en güzel? Jibril aleyhisselam aytdi:
Qaysi vaqt eng afzal bilmadim, ammo bildiğim shuki, sahar vaqtlari Allohning arshi ajoyib larzi kelib ketadi. Sufyan as-Savri mundaq deydi: Allohning arshiga yo'shirib qo'ygan shundaq bir rahmat shamallari borki, bu shamallar saharlari qo'yib beriladi. Ondan o shamallar Alloh uchun qilingan yolvorishlar va istig'forlarni uning huzuriga to'shiydi. Hasan al-Banna rahimahulloh mundaq deydi: Kechining daqiqalarimi ajoyib qimmatli bo'ladi. Bu daqiqalarni hargiz g'aflat qilib zayi qilmaydilar. Şoňlaşqa sen tileklerini tayyorligin va nishonini aniq belgilgin. Hamda mahbub bo'lib xilvat soatlarini kutish yo'lida uyqundan azaytqin. Hamma uyquga g'arq bo'lgan va olam jahon jimjitlikka cho'mgan vaqtlarga sal qarama. Chunki farishtalarmo sendan xursand bo'lishidi va duolaringga amin deyishib beradi. Muhammad ibn Qays mundaq deydi: Mundaq bir gapni anglaganim esimda. Bende namoz uchun kecha o'rnidan turganda osmondan uning beshiga yaxshilik yog'di. Farishtalar uning qiroatini anglash va uning qiroatini atrofga anglash uchun tushdi. Navoda u benda namozini tugatib duo qo'l ko'tarsa, farishtalar uni o'rilib duosiga amin deyishib berdi. Navoda u duo qilib bo'lib, yanchi yetishib tamsalsa, uningga ko'zingni xotirjam yumib uxlagan, yaxshi amal qilgan ekansan. Yanchi inishqa tamsalsa, uningga ko'zingni xotirjam yumib uxlagan, yaxshi amal qilgan ekansan, uyqung yaxshi bo'lg'ay deb nido qildi. Ben keçige, İsa'nın qanchalik sir bar, mana eng yaxshi sirlaringni aytib bergan deb so'radim. U aytdi: "Mening qorong'uligimni saharda Allohga yuzlangichining ko'z yoshlaridek birer sir yuritgan emas." So'raldi kechidim: "Siring nima?" deb. U dedi: "Zulmatga bekiktir sirim." So'raldi: "Nachara ochmoq sirni?" U dedi: "Izdab baq tavba ishidin." Bayliqdan quruq qalmang. Namaz sizga tong atishdan ilgari xohlagancha elib olsangiz bo'ladigan mol-mulk va oltinlarning barligi to'g'risida xabar yetsa, ajaba ko'zingizga uyqu keramdi? Agar bu yerda haqiqiy boylik bo'lib, bu boylikni uning qadr-qimmatini tushunganlar erish uchun musobaqa o'tayotgan, hamda kechini qiyom bilan va sajda bilan o'tkazayotgan bo'lsa-chi, ularning yonlari o'rin ko'rpay yiroq bo'ladi. Ya'ni ular kechasi ibodat qilib oziqlaydi. Ular Parvardigorning azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib, uningga duo qiladi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Sajda surasi 16-oyat. Ibn Rajab rahimahulloh mundaq deydi: Kecha vaqti faqat irodaliklarla ikilib kuchsizlikni qondiradigan buloqdir. Uning kelib ketadiganlar va uni istaydiganlar tarafli bo'lishiga qaramay, hammasi o'zining ichidigan yerini biladi. Muhabbat ahli mahbubining munojatidan bahrlansa, qalbidan qo'rqadiganlar uning afusini tilab zar yig'ilgan holda gunohlariga tavba qiladi. Umidvorlar o'zining umid arzularini tilashsa, g'ofil miskinlar Allohning o'zining arz shikoyatlarini aytishib, quldan ketgan nasihatlarini chiroyli so'raydi. İmam Hasan al-Bannaning nasihatlari. İmam Hasan al-Banna mundaq deydi: "Qarindishim, bilginki Rabbing bilan xilvatda munojotlashishning eng yaxshi vaqtlari kishilar uyquda yotgan, al-jahon tinjigan, koinot sukut kuchumgan, kecha bag'rini ochgan va yulduzlar charaslab chaqnab turgan vaqtlardir. Bu chaq qalbing sagih turadigan, Rabbingni aslab yod etadigan, o'zingning ojiz ekanligini, Rabbingning bo'lsa buyuk ekanligini namoyon bo'ladigan chaq bo'lib, bu vaqtda uning huzurida ulfatlashalaysan. Uni zikr qilish orqali qalbingni xotirjamlik erishtirasan. Uning fazl marhamati va mehr shafqatidan mamnun bo'lib, uningdan qo'rqib yig'laysan. Uning seni kuzatayotganligini his qilib, duolaring bilan uning yuzlansan. Uning istig'for etish bilan mashg'ul bo'lasan va hech narsadan ojiz kelmaydigan, hech narsa uni mashg'ul qila olmaydigan, qachoniki bir ishning vujudga kelishini iroda qilsa, bo'l degan aman bo'ladigan zotdan hojatlaringni tilaysan. Hamda uningdan dunyoliqing, oxiratliking, jihoding, da'vating, tinch amalliqing, vataning, o'riq tuqqanlaring, o'zing va qarindoshlaring to'g'risida so'raysan. Yordam faqat g'olib, hikmat bilan ish qiluvchi Alloh tarafidandir. Alloh sajda qilgan va bu orqali yaqinlik hosil qilgan. Kecha qiyomini uzun qilish va bu qiyomdan keyin uzun-uzundan sajdalarni qilish biz uchun yaxshidir. Biz Alloh taolaning bunu so'zini astayli. Allohga sajda qilgan. Shuning bilan Allohga yaqinlik hosil qilgan. Alaq surasi 19-oyat. Shuningdek, hammamiz bilish tegishli nuqta shuki, kecha ibodatidan iborat bu vasfni amalga oshirmaydi ekanmiz, biz bilan Rabbimiz orasidagi musofa yiroqlashmang iboradi. Chunki kech qiyomat Qur'on Karim bizga ta'lim bergan ilmlarning amaliy tadbiqlaridan bo'lib, uningda qilingan tilovatning ta'mi boshqacha bo'ladi.
Albatta, Qur'on Karimni va uningdagi boylik xazinalarini tafakkur qilish bilan birga Allohga bosh urish, anga bo'ysunish va yenilish qatorliqlarni o'z ichiga mujassam qilgan kecha ibodatlardagi ruku va sajdalarni o'z ichiga olgan bu usul qalbni hayotiy kuchga ega qiladigan va Allohga yelinishni tuyg'usi haqiqiy his qildiradigan vositalarga ahamiyat bergishlar uchun to'liq muhim. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Kechilik ibodatlarini ching tutinglar, chunki u sizlardan avvalgi solihlarning tutmonga yo'li." Kechi ibodatlari Alloh taologa yaqin bo'lishning vositasidir. U gunohdan to'sib qoladi, xatoliklarni o'chiradi va kasallarni tandan haydaydi. Imom Ahmad rivoyat qilgan. Sharoitimiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, kecha qiyomda turib ibodat qilishni qo'ldan bermasligimiz, imkoniyatning baricha bomdod namozidan burun uyqumizdan kechib tahajjud namozi o'qishga va istig'for etishga yetarli vaqt ajratishimiz lozim. Navoda og'riq qilib, belgilangan vaqtda uyg'onilmaslikni ansirashga o'xshash ma'lum sabablar tufayli sharoit yor bermagan ahvol ostida ibodatlarni uxlashdan avval qilsin bo'ladi. Xulosa shuki, hech qanday narsa sahar vaqtining o'rnini bosolmaydi. Kecha qiyomini ado qilishga yordam beradigan omillar. Kech qiyomini ado qilishga yordam bo'ladigan bir qator omillar bor bo'lib, olimlar o'z asarlarida ushbu omillar ichida eng asosiy ikki omilni alohida qilib o'tgan. Birinchi, kecha ibodatini amalga oshirishga kuchli rag'bat bo'lish kerak. Buningda Alloh taolaning kecha uyqumuzni uyg'ona olishimizga muvaffaq qilishini tilashimizga to'g'ri keladi. Bar ekan Allohning xos bandalari, qaytarilmas qilsa agar duolari, bo'lay desang, sen ham shular kabi qilg'in chin yurakdan kecha taatlari. Ikkinchi, uxlashdan avval biz yuqorida bayon qilib o'tgan Allohdan qo'rqishga ilib boradigan usul vositalarni ishga solish orqali qalbimizni dunyo bilan bo'lgan aloqasini uzishimiz lozim. Payg'ambar alayhissalom kishilarning ne'matlarini orttirish uchun kechalari ularga oxiratni eslatdi. Qubays radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Ey insonlar, Alloh taoloni ko'p yod etinglar. Birinchi sur chelinadigan vaqt kelib qoldi. Kimki kechining oxirida dushmanning hujumiga uchrashdan qo'rqsa, qo'nmasdan yo'lini davomlashtiradi. Kimki yo'lini davomlashtirsa, manzilga yetadi. Bilib qo'yinglarki, Allohning mili qimmatdir. Bilib qo'yinglarki, Allohning mili jannatdir." Ya'ni kechisi namoz o'qish bilan molni setib olib, manziliga tezroq yetinglar. Birinchi tur chelingan vaqt kelib qoldi. Uningga ikkinchi tur ergishidi. O'lim dahshat bilan keladi. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Shundaqla uxlashdan avval o'qiydigan zikrlarni takrorlagan holda tahorat bilan yetishni unutmasligimiz lozim. Alloh taolo bizni uyg'onishga muvaffaq qilganida namozni boshlashdan avval bir qancha minut o'zimiz o'ltirib, namozlarimizning qabul bo'lishi uchun yumshoq qalb bilan uning afosini talab qilgan holda gunohlarimizni, Allohning afosiga muhtoj taraflarimizni va uning mag'firatini asga elishimiz, hamda bu ishni uning bilan munojat qilishga talpingan holda qalbimiz yumshagan qadar davomlashtirishimiz lozim. Qalbimizda qattiqlik borligini his qilmasak, bu xil holatda o'ltirib o'ynashga ancha muhtoj bo'lmaymiz. Xuddi solih kishilardan biri aytgandek, haq yo'ldan qachon qiyib ketgandek bo'lsang, gunohlaringni eslab chiqgin. Chunki u sana haq yo'lni ko'rsatib qo'ydi.